Hazır başında buldu. Hazır başında buldu. 23 sekund. Assalamualaikum, hörmətli görürmənlər. Bugün biz Azatcan bilen birlə oturup sinə qılaqlı paranı qılmaz. Sinə qıl hazır hemen bilgini aldık. Sinə qıl bulup mu generative AI yani hasıllığı üçün sinə qılına aiti yakın qışkı yıldan beri bak mod bu adıdı. Bugün şu sinə qılaqlı söhbət ötküzüş üçün Azatcan təklif qıldıq. Bu bizimki 4-cü qatımlıq Sinə qılaqdakı 4-cü qatılmış söhbətimiz oldu. Birincisini 2020 yılı 12-ci ayda qalan, o vaxtlarda Doktor Osmancan Tursun bilen ötküzgen 9-cü qatılmış söhbətimiz. Andaki 2021 yılı kompüter dünyanın qanda kördü diyen temada ötküzdük. Adan ötken yılı 2-ci ayda ChatGPT hakkında yine Doktor Osmancan Tursun ve Doktor Abdüşkür Abdüşt hakimiz bilen birlə söhbət qandık. Hazır maşın öğreniş injineri Azatcan bilen birlə oturup bu söhbətini qılıbatımız. Onda olsa Azatcan'ı ben tercümalını azraq sizlep berey. Azatcan'ın tercümal intayin mol ameliyatta, lekin kemterlik qılıp ayette qısqılam tanıştırışın dedi. Şunda xosmu hatta tanıştırmasında şunda olsun bir tanıştırıp ötey. Azatcan bilge asli kesbi fizika, baklavurluqdaki okuyan bilim fizika, onun için kompüter kesbiligerle okuyan bu. Azatcan bilge El-Farabi Kazakistan Devletlik Üniversitesi'nin kompüter ilmi yumuşaklarının içindelik kesipte kolunuşcan sinə qıl ve kompüter körüş yani kompüter vision temiz tədqiqatını tamamlap magistrlik unvanı alğan. Okuş jarayonida Schneider Elektroşirketi ve Kazakistan İlim Ordusu praktik qılan, şundaqla Kazakistan El-Farabi namlıq sinə əmralarındaki tərəqqi qıldırış qatnaşqan ve təklif bilen bilim ve teknologiya parkıga yani texnik şirketleri yığılgan, texnik ve tədqiqat mərkəzləri yığılgan bir park yani tərəqqat mərkəzi deyəndə yerlərdə illik tüklük salayetiyle kirgen o Azat yani Azat sinə qıl şirketini tizim qaldırıp iş başlagan. Yani bu Azat AI şirketi Teknopark bilen birlikte sinə idrak yani sinə qıl üçün Python dili ve injenerler üçün İngiliz dili qatarlıq axıs kurslarını içip 100'den artıq oxuş tərbiyələyən, oxuşlarını şirketi aldınqı Qatardaki oxuşlar öz şirketinde ve şu yerdeki şirketlerde iş korlaşkan. Onun başkanı 2020 yıldan başlap Azat Teknopark ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Ballar Fonu bilen birlikte yürüyüp UNISAT yani mikro yani nano sinemralar projektiga qatnaşkan ligirken bulup şu projektniki koordinatör yani maslashtiruvchi, yuqoridagi injeneri, mentor yani yetakligichi qatorliq vazifalarini ötügen. Ondakin sinemranın ana kompüter yani sinemraniki uçuşni ve sinemradagi barliq vazifalarini başqurgan kompüterler ve şundaqla bir qism senzorlarning yani sezgichlarniki programlarını echish yani programlarni taraqqilash vazifasini ötügen. Şundaqla bu tür boyunca Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan bulup mandan artıq oxuşlarga to'g'rida uyushtiran ders bergan. Hozirmi UNISAT Azatcan bilen söhbət jarayonida bulağım kirmez yani. UNISAT yani şu Sinemra projektinin texniklik məsləhətçisi olub işləvədidir. Azatcan yakında bu yıl yazda İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne yani Türkiye'nin en yaxşı üniversitelerden biri. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki finans injenerlik yani pul muamele injenerlik departmanı, pul muamele injenerlik kesipte magistrlik oxuşu. Birincisi olup tamamlagan. Bu jarayonda asıllık tədqiqat türü olsa kvant yani miqdarlıq finans yani pul miqdarlıq analiz bu gaplarni yani özünüz tushuntirib bersangiz texnik yaxshi bo'ladi. Finanski kvant analizi yani miqdarlıq analizi ve sinə qılniki finans qo'llanishi bo'lib, adam şu sahadagi tədqiqatlarni qılıvadıdı. Onda başka yana İstanbul ve chet eldagi borsa degani bazar demdi qanday. Qaychaki bazar yani. Qaychaki bazarlarda yuqorcha savdo qilgan yani savdo miqdori intayin tiz bo'lgan bu şirketlarda
işletiladi yani Azatcan'daki projektleri. Ben sizin tanıştırışım hoşçakalın olsun çünkü sizin tercüme Rahmet. hem bu Rahmet. atalgılarım Uygurca'da bek bolmagaçka sel qısqatlatışqa mecbur oldum. Aslında texim uzun demek qısqatını qoldum. Endi kelsak, söhbetimizin asas temasi kelsak sun'iy aql. Sun'iy aqlni aytib bir çoğun tema. Siz tayyorlagan sunumungizni bir qilib bersangiz, bizga sunib bersangiz. Assalamu alaykum hörmətli ekran aldidagi barliq ko'rurmanlar. Malaning bugungi sun'iy aql to'g'riliq söhbetimiz qatnashganlarına aytın. Köpdən köp rahmet. Men degandek Uyg'ur sistemi bilan bu temada burun 3 qatimliq sun'iy aql to'g'riliq bir söhbet bo'lganki, ma 4-inchisi endi demak mening o'ylag'anim bu 4 qatim söhbet edib bag'adek bo'lgandan keyin balkim boshqalarninki hammasiniki shu sun'iy aql to'g'riliq munosabatli uchurliga yoki mush to'g'riliq bilinadigan ayt qiziqdi deb o'ylayman. Shunga men bugun asoslig'i bir injener yoki qo'llanuvchining ko'zidan boshlab shu yoki injener yoki tadqiqotchi nuqtai nazaridan aytganda sun'iy aqlniki pardasining orqadagi ishlash prinsipi boshqa fanlar bilan bo'lgan chetishligi shuningdek muhim bo'lgan bir necha sun'iy aqlniki algoritm qatorliqlarga mush to'g'riliq sizlar bilan o'zimniki ko'z qarashlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Albatta shuning uchun bugun meningki bir shu slayd, ya'ni meningki bugungi sirtmeni ko'rsatishga asosli yo'lim ko'proq vaqtda savol so'rash va birlikda ishlash bilan bo'ladi. Amal ba o'zimizning yenimizdagi jismlarni va obyektlarni misol keltirib turib, zag'ri tili bilan sun'iy aqlningki qora sandiqlarini echish, uningki pardasini echish bo'ladi. Qaynamiz hammamiz birlikda pardaning orqasida nima borligiga bir qarab chiqili. Adasa Hammaning oldida meningki so'raydigan bir savolim shu sun'iy aql degan nima degan savol bo'ladi. Bu savolga meningcha bundan burungi 3 qatimliq sun'iy aql to'g'riliq suhbatida balki nurg'un mutaxassis doktorlarimiz bu savolga javob berganligi uchun men bu yerda buningki ilm fandagi o'zininki ma'nosini qaytadan takrorlab o'ltirmayman. Biroq shu savolni boshdan oxiri bizningki ko'rurmanlarimizningki o'zining ichida o'zidan so'rab turishni talab qilaman. Oldi bilan sun'iy aql degan nima degan savolga javob berishdan burun albatta bizda aql degan nima degan savolga javob berish kerak. Chunki men bir injener bo'lib, shu injenerlikda hammamiz bilamiz, bir masalaga yo'liqib qolsak injenerlikda oldi bilan agar u bir murakkab masala bo'lsa, uni bir necha kichik masalaga aylantirib, har birisini ayrim tadqiq qilamiz. Ondan ularning o'rtasidagi bog'lanish va qonuniyatlarni asosida matematikalik formulalarni tuzib chiqamiz. Universal bir masalaga aylantiramiz. Bizning bugungi tadqiq qilish obyektimiz sun'iy aql bo'lganligi uchun albatta sun'iy degan hammamiz bilamiz. Sun'iy deganimiz odam tomonidan yasalgan degan so'z, ya'ni tabiiy emas. Biroq ikkinchi so'z aql degan so'z. Bu so'z nihoyat muhim so'z. Aqlning nima ekanligini tushungan vaqtimizda biz sun'iy aqlning qanday narsa ekanligini, balkim sun'iy aqlningki ichidagi sandiqning ichida qanday bir muhim sirlarning yo'shirganligini tushunishimiz mumkin. Shunga men bu yerda 3 savolni so'rab qo'ydim. Undaqda balkim ekran oldidagi hammalardan ham shunday savolni so'rag'im keladi. Birinchi savol hayvonlarning aqli bo'lamdi degan savol. Belki memnunum bu savolga javob berish mumkin boshqalarningki o'rnida. Azroq kechikmayotgan bo'lishi mumkin. İnkaslardan cevabım yo'qmi bir qarab. Menimcha hayvonlarning oddiy to'g'ri darajadagi aqli bo'ldi. Masalan, maymunlarning, shimpanzlarniki oddiy ba'zi narsalarni o'rgana oladi. Masalan, maymunga banan bir mashhur tajriba bor. Maymunlarni qafasga solib qo'yib shundan keyin maymundan xalqan bir saç banan qo'l uzatgan vaqtda sirtdan tajribani kuzatuvchi odam sucha juda bir nima qildi. Shundan keyin barabar bu maymunlarda hemen bu nimaga chekilsam, bu banan chekilsam, manziya degan tuyg'u, yani aql, tajriba bilan to'qmishda bir narsa shaklda, bandiki uni chekilmaydigan bo'ldi. Shuni qarab men bor deb o'ylayman. İptidoiy shaklda. Yaxshi bir javob bo'ldi. Yana
Men şu inkasını okusam, bazı hayvanlar adamlardan akıllıkmikin deymen dep yazgan. Zuliyat Qurban dostumuz. Demek akıl insanlarga xas narsa emas. Biz baya dep ötkendek, men timin tonuşturup ötkendek, mesela bizning yerimizde hayvanlarda mı akıl ba. Akıl insanlarga mı xas narsa degende mesela bir narsani ötüp ketip kaldı kechiringlar. Qaytib kelay. Akıl insanlarga xas narsa mı degende mesela yuqoridagi bir videoningki suratini qistirib aldım. Aslida videoni kirgizmoqchidim, biroq vaqt munosabati bilan bevosita suratini qistirib qo'ydim. Bu temasida olimlarningki tadqiq qilib natijasida bayqashcha amaliyotda itlar odamningki tilini tushunalaydi degan. Ya'ni mazmunda, videoningki mazmuni. İkincisi, tövendeki suratda bo'lsa 10 aqlliq, dunyodagi 10 aqlliq hayvonlar degan. Masalan, bularning ichida boya deb o'tgan shimpanze va yoki boshqa pilva, kaptarva degandek bizga noit tanish hayvonlar bor. Demak, mushlarningki ma'lum darajada aqli bor. Uningdan boshqa bizningki bugungi deb o'tirgan suhbatimizningki asosiy mazmuni deb aytamiz, sun'iy aql. Yani sun'iy aql deganimiz mashinalarning aqli. Agar odamning aqli bor deb o'ylagan bo'lsak, albatta bugungi bu suhbatimiz bo'lmaydi. Yalnız hayvanlarning aqli bor emas, mashinaning aqli bor emas, bu biz yalnız insonlarga xos narsa emas. Deganimizdek hayvanlarning aqli bor. Oldi bilan shuning uchun bu savolning javobini aniq deb bilib oldik. İkinci savol, yani men hammalardan so'rag'im keladigan va men timin balkim boshqalarning inkaslarni o'qib yoki o'zining ko'z qarashlarini deb o'tadigan hayvonlarning aqli bilan inson aqliningki qanday farqi bor degan savol. Balkim biroz inkasni bir necha sekund kutayli, men timinmi o'ylanib kelsin. Hayvonlarning aqli bilan inson aqlining qanday farqi bor? Men bir suratni qo'shib qo'ydim, yana bir tanishtirib o'tay. Bu suratda tadqiqotlarga qaraganda odam bilan shimpanzening DNA'si 98,8% bo'lib o'xshash. Ya'ni bizning DNA bilan shimpanzening DNA'si asosiy jihatdan o'xshash. Undaqda biz shimpanze emas, biroq uni hammamiz bilamiz. İnkaslar menimcha aqli bor yoki esda tutishlar. Biraylan debdi menimcha aqli bor yoki esda tutishlar bo'ldi desak bo'ldi, lekin insonlarnikini to'yan debdi. Ham birisi bor demoqchi o'xshaydi. Undaqda savol, hayvonlarning aqli bilan inson aqlining qanday farqi bor? Masalan, bor dedik, albatta. Hayvonlarda aql bor dedik, hozirgi mashinalarda aql bor dedik. Undaqda odamning aqli bilan shu hayvonlarning aqlining farqi qanday? İnkaslar kechikibroq keldi. Inkasga ichimdagi unda vaqtni sotmaslik uchun. Menimcha shu siz hozir ekranni ko'rsatib qarasanda odam bilan shimpanzening farqi 98,8%, ya'ni farq o'xshashligi 98,8%, farq 1,2%. Shimpanze bilan odamning orasidagi farqni mushunchalar yo'g'ontayotgan, ya'ni odamlarning mushunchalar madaniyatlarni barpo qila oladigan iqtidorga ega qilgan narsa 1,2% farq. Eğer ular bo'lgan bo'lsa, texim taraqqiy qila oladi, texim aqlli narsalarni barliqqa keltira oladi, mashinalarni yasay oladi. Masalan, qushlarning aqli u yasay oladi. Ba'zi hayvonlar o'nkirlarni ko'lab bir narsa qila oladi, oddiy bir narsani qila oladi. Lekin odamdek imoratlarni bir narsani yasay olmaydi, odamdek bir narsani qila olmaydi. Shunga farq endi persalashtirib bir narsa demayman, lekin bu yerdagi farq haddidan ziyod jiq. Nayt to'g'ri, nayt yaxshi javob bo'ldi. Yana bir javob keldi inkasda. Insonlar tafakkur qilish orqali bir o'rnakdan yangi bir narsalarni bayqab chiqishi mumkin deb. Bu nayt to'g'ri javob bo'ldi. Ya'ni insonlarningki o'rnaklarni bayqash, ayirish iqtidori biz hozirgi sun'iy aqlda qo'llanayotgan, masalan, inglizchasi pattern recognition deymiz. Bu bir algoritm, sun'iy aqlning algoritmi. Yana birisi uyg'urcha deb aytganda naqsh yoki bo'lmasa o'rnaklarni tonish. Biz bu to'g'riliq birozdan to'xtalib o'tamiz. Savolimizga qaytib kelsak, bu yerdagi muhim narsa hayvonlarning aqlidagi inson bilan hayvonlarning aqliningki asosiy farqi yoki ularning o'xshashligi beshi deb o'tgandek, ularningki insonlarning tug'ma aqli bor, keyin o'rganadigan aqli bor. Ham o'rganish iqtidori bor.
Biroq bu yerdagi farq asosligi bizning miyamizdagi neyronlarning soni bilan şu şimpanze mesela aldı deb etken şimpanzeninki miyasidagi neyronlarning sonida. Bu birisi. İkincisi bizning miyamizning etish ko'limimiz bilan şimpanzeninki miyasining echilish ko'limida. Ya'ni ko'lam deganda inglizcha scale bilan aytgan vaqtimizda ba. Biroq uni qanchalik oshgan, qanchalik qo'llangan, qanchalik aktivlagan. Birozdan aktivlash degan to'g'riliq yana to'xtalib ketamiz. Shuningga qaraganda masalan, bu yerdagi asosli sabab boya deb o'tgandek, insonlarningki birisi neyronlari ko'p, ikkinchisi ko'proq oshgan, uchinchisi bizningki birozdan keyin men uni ko'rsatib o'taman. Ben yetib qo'yganimdek masalan, insonlarning narsalarni va ularning xususiyatlarini bog'lash, ulardan foydalanib, qorallarni yasash va xulosalash iqtidori bor. Ya'ni bu yerdagi ochqishlik so'z bog'lash va ulash. Hayvonotlar olimlarning tadqiq qilish bayqishicha, men biologiya emas, balkim bu yerda xatolashishim mumkin. Biroq men ko'rgan shu tadqiqotlarda bayqishicha, olimlarningki hayvonotlarningki inkas qaytarish iqtidori bor. Bular o'rganish orqali ma'lum bir muhitga inkas qaytarishni biladi. Biroq uni masalan o'ylanib, masalan o'tni ko'rgan vaqtida hayvonlar hargizmi o't bu qandoq narsadir, buningki fiziklik xususiyati qandoqdir, o'tningki bu qandoq boshqa qo'llanish bor deb o'ylanib olmaydi. Ular qorallarni yasab olmaydi masalan. Biroq biz odam o'tni ko'rgandan keyin yolg'iz o'tdan qo'rqish emas, bu hayvonningki birinchi inkasi. Bizning hayvon bo'lishimizning inkas o'tni ko'rgandan keyin qo'rqimiz albatta. Onundan başqa biz o'ltirib bizning ichimizda bir qism odamlar bo'ladi. Bizning ota-bobolarimiz masalan necha yuz ming yildan burun ota-bobolarimiz o'tni ko'rgandan keyin berib buni tadqiq qilib kuzatib masalan bundan qanday qo'llansa bo'ladi ekan, buning ichida qanday bir sirlar yoshiringandi deb xuddi biz bugun bu yerda sun'iy aqlningki qora sandiqning ichida nimasi bordi deb bu yerda bizlarga muloziq bo'ltirgandek bir qism insonlar muloziq qilganda bu bizdagi farq. Ikkinchi birisi biz bir narsani bayqagandan keyin ko'p vaqtda u narsani o'zimiz uchun qo'llanishga tirishimiz. Masalan, o'tni qo'llanishga tirishimiz, o'tni qo'llangandan keyin yemeklarni pishirib yedik degandek. Ikkinchisi har xil qorallarni yasadik degandek. Bir hayvon uchun yog'och, beshidagi metal. Biroq insonlar bir metalni yoki toshni yog'och bilan qo'shish orqali ma'lum bir xil qorallarni yasab chiqa oladi. Uchinchisi masalan biz uchinchisi to'g'riliq birozdan keyin to'xtalaylik. Bu biroz mavzudan chetnab ketib qolgan surat. Ya'ni bizning olimlarimiz masalan bu ikkinchi men vaqt munosabati bilan aytib tanishtirib ketmay uchinchi savol. Uchinchi savol ham yerda shu bugungi sun'iy aql bilan munosabatga savoldi, mazmunti. Yana bir narsa hayvonlarning aqlidan inson aqliningki yana bir eng cho'ng alohidligi, ya'ni eng bir hammadan cho'ng bir o'xshamasligi ma'rasida ko'rsatilgan. Ma'rasimni masalan qanday tonudinglar? Men sizcha bu rasm nimani tushuntirdi? Sol taraf yuqorida kitob turdi, onun yanında kimlik turdi, onun yanında on tarafda pasport bir narsa turdi, andan on taraf ostida oila juz'andaydi, ya'ni to'y xati, onun yanında pul, onun yanında diplom. Demak, odamlar bir madaniyatlik bir jonliq bo'lish bilan o'qiydi, ma'rif tarbiyasi ko'rdi, andan keyin jamiyatda ma'lum bir ijtimoiy qurilmaning, tuzumning, qoidaning ichida yashay oladi. Yani buni davlat bo'lib uyushib va davlatningki chiqqan qoida, qonun, nizomlar doirasida. Andan masalan hayvonlar bir pul deganimiz biz o'tir maktabda o'rgangan vaqtda yoki boshqa keyin o'rganganimizda umumiy tanqimmatlik bir narsani yana bir narsaga almashtirish uchun umumiy tanqimmatlik mol deb o'rgangandik. Nayt to'g'ri bo'ldi. Ya'ni insonlarningki bizningki madaniyatimiz, bizningki o'rganishimizning orqasida kelgan. Yana bir narsa, bu yerda biz masalan yuqoridagi savolga munosabatli qism deb aytgan vaqtida hayvonlarning aqli bilan inson aqlining qanday farqi bor deb men amaliyotda bu ikkisini qo'yib qo'ydim. Biz yenimizdagi ish bilan mushukka mayli bizningki erkak hayvonlarimizga yoki boshqa hayvonlarga buni olimlar tadqiq qilib ko'rgan. Yuqoridagi narsalarning hammasini ko'rsatsa, ular faqat qog'oz deb biladi. Masalan, kitobni qog'oz ular uchun, kimlikni qog'oz ular uchun, pasportni qog'oz ular uchun, nopos daftari, pul, diplom hammasi qog'oz. Faqat odamga ko'rsatgan vaqtida bu qog'ozning bizga har xil ma'nosi keladi. Yana bu yerdagi bir
men aç tutup bir narsani hozir tilganmay turay, biroq buni o'ylanib ko'ringlar. Ya'ni hayvonlar bu narsani ko'rgandan keyin u qog'oz. Masalan, bizga nisbatan uninki har xil ma'nosi bor. Yana bir savol, men bu yerda 3 rasmni qo'ydim. Bu 3 rasmning hammasini so'rab o'tmay, bevosita deb beray. Birinchisi bir bizningki mingimizning tahlil qilish, ya'ni simulyatsiyani yasash iqtidori. İkinci sualni men mentimdan so'rab bersam bo'ladi, masalan hozir. Mening orqamda bir tam bor. Sizni deylik masalan bir 20 km/soat surat bilan kelib matamga ushsangiz nima bo'ladi? Beshimiz zaxmlandi. Shundaq, beshingiz zaxmlandi. Bu olimninki bayqagan hayvonning aqli bilan odam aqlininki o'rtasidagi yana bir cho'ng farqi. Ya'ni qandaqdir bir qisqacha men qisqartib degan vaqtda olimninki bayqagini hayvonlar tasavvur orqali o'ylanib, yo'q narsani baqilish, simulyatsiyon yoki tahlil qilish orqali bir jumlaga aytganda hayvonda yo'q narsa odamda o'ydirib chiqarish iqtidori bor. Masalan, biz ko'rmagan narsani o'ydirib chiqara olamiz. Masalan, biz bilmaydigan narsalarni o'ylab chiqara olamiz. Masalan, biz hikoya yoza olamiz. Hayvonlar ko'rganiga inkas qaytarsa, biz ko'rmagan narsaga inkas qaytara olamiz. Masalan, bayaq sizning tam so'qilsangiz nima bo'ladi degan vaqtingizda meningizda bir surat paydo bo'ldi. Ya'ni so'qilgandan keyin balkim qonlar chashlayotgan bo'lishi mumkin degandek. Bularning hammasi bizningki o'ydirib chiqarish iqtidorimiz. Olimning bayqishicha bundan narsa yo'q ekan. Masalan, hayvonlarda. Qo'ylar to'xtamay ustida Masalan, shundaq. Ular masalan agarda mana bu 5li bir tahlil qilib, mushu qilgan ishni qilgandan keyingi oqibat qanday bo'ladi deganda mengisida shundaq bir surat chiqara olgan bo'lsa, balki ular usmasligi mumkin edi. Ya'ni yuqorida deb o'tganimizdek odam bilan hayvonlarnikini biroz analiz qildik. Endi yana bir savol, mashina aqli bilan sun'iy aqlninki, ya'ni va yoki tabiiy aql davrli inson aqlining qanday farqi bor? Ya'ni mashina aqlini biz sun'iy aql deymiz, o mayada bir xato yozib qo'yib kechiringlar. Mashina aqli ya'ni sun'iy aql bilan tabiiy aql, ya'ni odam aqlininki qanday farqi bor? Bu savol inkas kipoqcha hajjishim o'zimda. Mashina aqli bilan sun'iy aql. Qaytadan savolni? Ya'ni mashina aqli bilan sun'iy aql bilan tabiiy aql, ya'ni sun'iy aql bilan tabiiy aqlning farqi sizcha? Sun'iy aql bilginimizde isminden chiqib turadi. Sun'iy ya'ni adam yasalgan. Tabiiy degan tug'ilishdan bor bo'lgan aql. Sun'iy aql bor bo'lgan narsalardan kompyuterniki yumshoq detallar orqali xulosa chiqarib, o'rganib, andikin tajribalar orqali aslida ma'u ishdan mundaq natija chiqargan, ya'ni sabab natija munosabat bog'langan holda aql yo'q bir narsani da paydo qilingan aql. İnsan aqli bilan paydo bo'lgan aql. Endi bu yerda yana bir narsani tuzitib o'tay. Masalan, sun'iy aql degan ikki bo'lakdan tarkib topadi. Yo'q, tabiiy aql degan odamning tabiiy aqli. Birisi tug'ma aql. Biz tug'ilganda bizda bor bo'lgan aql. Bu hayvonlardami bor? İkincisi o'rganishdan keyin chiqqan aql. Bumi tabiiy aqlga kiradi. Ya'ni tabiiy aql deganda faqat odamninki tug'ilgan vaqtida bor bo'lgan aql emas. Masalan, biz tug'ilgandan keyin imtihon beramiz. Necha kun burun masalan, imtihon berdi dedi. Bu to'g'riliq biroz degan to'xtalamiz. Shunga o'xshash biz o'rgangandan keyingi aqlmi bu tabiiy aql. Insonda bor bo'lgan aqlning barliq tabiiy aql bo'ladi. Endi hayvondagi shunda. Masalan, bu mashinadagi aql bir eng cho'ng o'xshamasligi uning tug'ma aql bo'lmaydi. Hozircha yo'q masalan. Bizning hozirgi sun'iy aqllarimizning hech qaysida ularda bir biologiyalik badan bo'lmaganligi uchun biz ularni hozir sun'iy aql deyapmiz. Agar masalan kelgusida shu mashinalashgan odamlar yoki odamlar mashinalashib ketsa, masalan, hyper human yoki hyper odam yoki super odam degandek odamlar barliq kelgan vaqtida balkim ularning tug'ma aqli bo'lishi mumkin. Ya'ni yerim odam, yerim mashina degandek. Biroq hozirgi vaqtda biz cho'ng farqi degan vaqtimizda hozir asosiy jihatdan deymiz, mashinaning aqli bilan odamning aqlining bir cho'ng farqi, mashinaningki tug'ma aqli yo'q. Bu bir cho'ng farqi. Ikkinchi cho'ng farqi mashina aqlidagi mashinalarningki dunyoni tonishi butunlay sifirlik bo'ladi. Ya'ni mashinalar asoslari analog signal orqali toniy olmaydi dunyoni. Biroq odamlar biz
sıfırlıq dünyanı tanıyalayımız, analog dünyanı tanıyalayımız. Çünki biz maşınlarga da bilayotgan uçurlarning barligi son sıfırlıq bo'lganligi uchun mashinaning o'rganish jarayonidagi aqlning hammasi yana mandaq chiqib aytganda 0 bilan 1 natijasi. Endi biz boya deganga o'xshash sun'iy aql degan nima deganga men maya yezib qo'yibdim. Sun'iy aqlningki har xil odamlar deydigan masalan, har xil nihoyat ko'p ma'nosi bor. Hamma yerda qarasangizningki aniqlamasi nihoyat ko'p. Biyologlar bir xil aniqlama berdi sun'iy aqlga, matematiklar balkim bir formulalar bilan yana bir xil aniqlama berdi. Yana boshqalar yana boshqa xil aniqlama berdi. Biroq mening mayaga qo'shqim kelgan aniqlama men yuqoriqilarni analiz qilib va yig'inchoqlagandan keyin qo'shgan aniqlama emas. Sun'iy aql deganimiz odamlar yaratgan. Bu sun'iy degan so'zning ma'nosi keyin odamlarga o'xshash o'qiy oladigan, analiz qila oladigan, tanıy oladigan, sansfir va berilgan uchur ma'lumotlar asosida ilmiy qaror, yakun yoki natija chiqara oladigan moslashgan programma, sistema yoki mashinani ko'rsatadi. Ya'ni biz odamlarni ba'zi deymiz-ku, "Madam nihoyat intellekt bir aqlli odam ekan" deb. Meniki mishadagi aniqlamamdagi sun'iy aql dal bizning ichimizdagi shundoq intellekt bir turkum odamlarningki xususiyati va qobiliyatiga ega bo'lgan sistema, mashina yoki programma. Men shundoq aniqlama berdim va shu aniqlama bo'yicha bugungi suhbatimizni davomlashtiramiz. Ya'ni odam yasagan, odamning funksiyalarini tahlil qila oladigan va odamning aqlining o'rnatilishi mumkin bo'lgan fizikalik tini bor bo'lgan yoki bo'lmagan. Asli mayada burun fizikalik tini degan narsa yo'qdi, biroq keyin necha kun burunki ba'zi bir uchurlar kelgandan keyin men oxirgi so'zni yangidan qo'shib qo'ydim. Endi asosiyatni sun'iy aql degan nima degan savolga javob berib bo'lgandan keyin biz endi sun'iy aqlningki qora sanduqi to'g'riliq to'xtalsak bo'ladi. Nurg'un odamlar masalan hozirgi keyincha sun'iy aql to'g'riliq ko'rgan uchurlarda bo'lsin, xabarlarda bo'lsin bu kelyapti. Siri andaq bo'libdi, ChatGPT mandaq bo'libdi, Midjourney degan narsada surat chiqardi ekan. Hozir kod yozadigan kurslar bor ekan, barliq programmistlar 3 yildan keyin ishdan qoladi ekan, o'ladi ekan, bo'ladi ekan deb. Biroq nihoyat oz odam shu narsaninki asosiy mohiyati bu qandaq narsadir, buning ichida nima bordir, bu qandaq xizmat qiladi degan to'g'riliq o'ylab ko'rgan bo'lish mumkin. Amaliyotda bizning ichimizda ko'p odam o'ylab ko'rgan bo'lishi mumkin. Shunga men bugun o'zim o'rgangan bilimlarimga asosan va meningki ko'z qarashlarim bo'yicha sun'iy aqlningki qora sanduq to'g'riliq hammalarga ozdir, ko'pdir bir tonishtirish berishni loyiq ko'rdim. Masalan deymiz, boya buni o'qib o'tib ketdim. Bu slaydni ko'rsatmay turib. Savol ChatGPTning xizmat qilish prinsipi qanday deb yozib qo'ydim masalan. Agar siz yolg'iz bir narsani qo'ral yuzida uni ko'rib qo'llanish emas, buning tegi-tagi qandaqdir, bu qanday xizmat qiladigandir deb o'ylanib ko'rgan bo'lsangiz, prinsip haqida. Balki bu savollarning javobini izlab ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni savol ChatGPTning xizmat qilish prinsipi qanday? Bu savolni men Memtimendan so'ramay qo'yay, chunki men bu savolni necha qatim nurg'un odamlardan so'rab bilib olgan, bu qaytilish bo'lib qoladi. Inkasda keyin bor bo'lsa, bu to'g'riliq suhbatlashimiz. Men bevosita menimki shu boya ChatGPT bilan so'zlashgan bir savolimni qo'yib qo'ydim. Shu orqali biz hozir ko'pdir bir uchurlarga yetishimiz deb o'ylayman. Masalan, men ChatGPTdan bunday bir savol so'radim. Yani mening savolim ustida yozganim uyg'urcha to'g'ri. Biroq ChatGPT menga inglizcha javob berdi. Men ko'p vaqtda ChatGPT bilan inglizcha so'zlashganligim uchun bu o'ziningki mengisida inglizcha deb tanib olgan ekan men. Sen bir sonliq ma'lumot analiz mutaxassisi, turmushdagi masalalarni berilgan talab bo'yicha matematikalik modelga aylantira olaysan va shu matematikalik model bo'yicha shu modelning natijasi asosida savollarga javob bera olaysan. Bugun qanday tamoq yeyishni bilmay qoldim. Uyg'urcha tamoqlarning hammasini bir guruh qilib tez, andin ularning har biriga 0 dan boshlangan sonliq indeks ber. Andin har bir tamoqning ichidagi kaloriya miqdori, har bir tamoqning oziqlik qiymati, sog'lomlik nisbati, pishirishning o'ng'aylik darajasi bo'yicha, yana yuqoridagi 4 xarakter yoki xususiyati bo'yicha har bir tamoqqa 0 dan boshlab 1gacha bo'lgan nomer qo'y. Andin berilgan nomer bo'yicha hammadan yaxshi tanlashni hisoblab ko'rsat. Kerak bo'lganda surat va grafik, ya'ni formulalarni ko'rsatsang ham bo'ladi deb yozdim.
Yazgandan keyin ChatGPT yani yukarıdakidek muşularni bana gösterdi. ChatGPT bana bir jadval tuzib berdi. Jadval tuzib bergandan keyin o'zininki men yuqoridagi talablarim bo'yicha ishlab chiqargan mashg'ulotlardan keyingi natijasini ko'rsatdi. Ya'ni ChatGPT'ning hisoblashi bo'yicha bu tamoqlarni yuqoridan tuvanga bo'yicha masalan mening bugun yeyishim kerak bo'lgan tamoqlanmagan yuqoridan tuvan bo'yicha tiziblagan. Hammadan bak menga tavsiya qilgani ChatGPT'ninki. 0.8 numeri bilan ko'chira. Uningdagi 0.72 numeri bilan qo'y go'shti, ya'ni qaynatilgan qo'y go'shti 0.725 numeri bilan polo degandek shunday bir javob beribdi. Ben shu so'zlash jarayonidan hammalarninki biroz o'ylanib ko'rishini so'rayman. Bu yerda ham bir savol yozib qo'ydim. Ya'ni sizcha bu suhbatda qanday masalalar va nuqsonlar bor deb yozib qo'ydim. Uningdagi men yana ChatGPT bilan davomli mundaq bir savol qo'ydim. Mening amaliyotda bakrak lag'ma yegim kelib turdi. Jadvaldagi lag'maning nomerini birinchi qilib chiqarib bersang qanday deb so'radim. Shuning bilan ChatGPT yana qaytadan bularni tizgan, bir qaraydigan bo'lsanglar, lag'manninki kaloriya, nutrition hammasiga bevosita bir nomer qo'yganda, shuning bilan lag'manninki nomerni hammadan yuqori qilib, bir nomer bilan lag'manni birinchi qilib chiqarib berdi. Yana savol GPT masalan, ikkinchi savol GPT hamin oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan, siz bo'lsangiz qanday hisoblaydingiz? Yana oldidagi savol qo'shgan vaqtda bu shu savol so'rash jarayonida yoki GPT bilan bo'lgan aloqada qanday kamchiliklar bor, qanday masalalarni bayqadinglar, mushto'g'rilik to'xtalib o'tsak. Ham bu to'g'riliq bir necha sekund vaqt berildi. Belki yaxshi hisoblab chiqibdi, ilmiy debdi. Birinchisida men bir narsani qaytadan ko'rsatayman. Birinchi hisobda bir qadar ilmiy bo'lgan deb o'ylayman. Masalan, bu ChatGPT qanday qilishni o'zining ichida bor bo'lgan sonliq ma'lumotlar orqali amal qilib, bu tamoqlarning ichidagi kaloriya qiymati, pishirishning o'ng'ay qiyinligi, oziqlik qiymati degandeklarni hisoblab, masalan, javob bergan. Ikkinchi savol qaraydigan bo'lsanglar, ikkinchi jadvalga qaraydigan bo'lsanglar, sakrab ketib bordi. İkinci jadvalga qaraydigan bo'lsanglar, ChatGPT men dedimda, "Mana lag'man bo'lsa yaxshi" desam, bevosita lag'manni birinchi qilish uchun moyada, ya'ni ilm fanga xilof bir ish qildi bu. Bevosita lag'manga birini qo'yib berdi-da, hammaning yuqorisiga chiqarib qo'ydi. Hamda birinchi savol yana shu so'zlash jarayonidagi qanday kamchilikni bayqadingiz? Ikkinchisi GPT hammaning oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan? Üçüncüsü siz bo'lsangiz qanday hisoblagan bo'ldingiz degan savol. Balkim yana men bu savolga javob berish mumkin. Bugun bundan burun bu paranglardan burun tamoqlarni tushundirganman, masalan, cho'chira degandek tamoqlarni puli. Cho'chir, masalan, cho'chirni bilmaslik mumkin. Bu yerda yana bir narsa nimalarning bo'lganligini tushundirganman. Bularni tushuntirish kerak emas. Men bu yuqorida qo'ygan savol boshlangan vaqtda ChatGPT bilan boshlangan savol, oxiri ChatGPT bilan oyoqlashgan shu javob bilan oyoqlashdi. Hech qanday o'tirsida boshqa narsa qo'shmadim. Ya ilgari manaligi memory o'ziniki saqlab oldi, ilgari paranglarni ashliq cho'chir masalan, cho'chirni bilmaslik mumkin. Yo'q. Umi yo'q. Bu yerda kaloriyasi, oziqlik qiymati, yerda masalan cho'chirning oziqlik kaloriyasi 0.7, oziqlik qiymati 0.9, sog'lomlik, ya'ni sog'lom yemaklik kerak 0.90% qo'yibdi. Itish 0.7. Masalan, tamoqni pishirishning o'ng'ay qiyinligi. Bayqashga tirishyaptimi? Bu yerda endi bilan cho'chirning samsamidan asama. Masalan, bu GPT'ninki o'ylag'ini bo'yicha shunday ketdi. Bu cho'chirni hammadan oson debdi.
Ben bu yerdeki mesele birinci kemçilik bayağı dep ötkenimizdek. Sizden niyette bir nayet yaxşı şunu beğendiniz. GPT'ninki hazırki yani bilim yoki bo'lmasa bilim bazısı da bizninki yemeklerimiz, tamaklarımız to'g'riliq nayet az ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchisi kemçilik bu yerdeki GPT'nin qandaq bir metodologiya bilan qandaq bir usul bilan bizning tamoqlarimizga bu xil nomerlarni qo'yganligini bilmaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi biz uni bildik degandimi? Masalan, ikkinchi savolga javob berish uchun bir savolning ikkinchi bo'ligiga javob berish uchun mana savolga javob berib bersangiz, masalan, GPT hamining oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan? Qo'shib ben o'tirish qimmatini laga o'xshaydi. Shunday. To'g'ri. Bu yerda GPT barliq hammasiga nomer qo'yganda, nomer qo'ygandan keyin hammasini qo'shiblar 4 ga bo'lgan mandaqchi deganda. Masalan, birinchisidan texim aniq ko'rindi. Mana bu nima ish sakraydiganda. Birinchisidan texim aniq ko'rinib tur. Masalan, hammasini qo'shgandan keyin 4 ga bo'liblar, hammaning oxiridagi sonliq qiymatini chiqargan. Bu chiqarish usuli amaliyotda nayt oddiy vaqtda bo'ladi, biroq injenerlik nuqtasini aytganda bu to'g'ri emas. Chunki masalan qandaq deysiz deganda menda qo'yilib ko'ring. Ba'zi kishilarningki tan sog'lomligi nayt yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, ularniki Xeymennikidek teni var deyli. Tan sog'lomligi nayt yaxshi, Xeymennikidek yaxshi. Nayt sog'lom. Shunga ular uchun sog'lomlik numeri degan narsa ancha kerak emas. Ular hammadan bek kerak bo'lgani balkim o'ziqlik qimmat bo'lishi mumkin. Yana bir xil ahvolda masalan ba'zi xonim qizlarimiz o'riqlash uchun kaloriyaga hammadan bakroq e'tibor berishi mumkin. Hammadan bakroq qiziqadigan bo'lishi mumkin. Ba'zi savolni masalan agar bu so'rab o'tirgan bir bo'ytaq bir kishi bo'lsa, uning hammadan bakroq muhim bo'lgani tamoqni pishirishninki qiyin osonlik bo'lishi mumkin-da. Ya'ni nurg'un odamlar bizning hozirgi vaqtimizda qo'llanayotgan vaqtida GPT'ni qanday qo'llanadi deganda bir iliqi haq naqninki manbasi qilib qo'llanadi. Meniki demoqchi bo'lgan bir narsam. Shunga bevosita GPT'ni haq naqning manbasi qilishga bo'lmaydi u birinchisi. Chunki siz qanday savol so'rasangiz, sizningki savolingizning mohiyati bo'yicha u shunday javob beradi. Bu to'g'riliq birozdan keyin biz qayta to'xtalamiz. Savolni so'rash GPT'dan olgan javobingiz deganlar, masalan, har kishi so'rasa, har xil javob berdi. Shunga o'xshash narsa. Andan keyin ikkinchi sizga demoqchi bo'lganim, men savol so'ragan vaqtda nayt uzun yozdim bu yerda savolni. Men yolg'iz mening lag'ma yegim keldi yoki bo'lmasa mening bir tamoq yegim keldi, Uyg'ur tamoqdan birisini tavsiya qil deb so'ramadim. Buning sababi boya deb o'tgandek bir injenerninki nuqtai nazaridan deb o'tdim. Shuning uchun biz oldi bilan har qanday vaqtda sun'iy aql bilan so'zlashgan vaqtimizda va yoki boshqa aqliy iqtidorliq mashinalar bilan so'zlashgan vaqtimizda, ular bilan aloqa qilgan vaqtimizda esimizda bo'lishi to'g'ri keladigan bir narsa. Oldi bilan ularga ularning qanday narsa ekanligini, qanday muhit turayotganligingizni va qanday natijaga erishishimiz kerakligini deb berishingiz kerak. Masalan, shu yerda biz oldi bilan sen kim dedim, sen bir matematikalik modelga aylantira oladigan uchur mutaxassisi. Analiz mutaxassisi. İkincisi bu birinci qadam. İkinci qadamda biz nima dedik? Men sana qandaq mening talabim qaysi? Masalan, men qaysi narsalarga qiziqman, qaysi uchurlar bo'yicha, qaysi xususiyatlar bo'yicha nomer qo'ysa deb mushlarni aniq bergandan keyin, uchinchi qadamda undan keyin biz menga qandaq narsa kerak deb o'zimning talabimni qo'ydim. Mushunga o'xshash narsalar. Bu yerda GPT'ni ko'rsatishninki, mana bu so'zni ko'rsatishninki yana bir sababi bizning bayqaganimiz biz hozir ko'rayotgan GPT hammamizga ham tanishlik narsa bo'lganligi uchun inkasda menimcha so'rag'adamning qimir tomoq yeyish kamroq yoki qiyinlik tomoqmi deganda kishining avisiga diqqat ilinmagan nayt to'g'ri bo'ldi. Bu birozdan keyin men aslida boya savolninki shu javobini olmoqchi bo'lgandim. Ya'ni savol so'rag'uchininki har xil talabi yoki savol so'rag'uchininki har xil kerak bo'lgan ularninki nimasi ularninki o'zininki ehtiyoji bu yerda berilmagan. Mayli qanday qilmoqsin, ChatGPT'ning xizmat qilish prinsipi qanday deganda biz hammadan abstrakt holda, yana bir injenerlik yo'lidan qaraydigan bo'lsak,
biz bir tekstlerini kirgizyapmiz. Ondan keyin bizning tekstlarimizni olgandan keyin ma'lum bir qora sanduqning ichida bu ma'lum bir mashg'ulotlarni qilgandan keyin bizningki so'rgan savolimiz, bizning talabimiz bo'yicha bizga bir inkos qaytardi. Yana biz matematikalik yo'ldan degan vaqtimizda andaq bir formulaga, andaq bir funksiyaga erishimiz. Yana biz uningga bir kirgizuvchi miqdorlarni beramiz. Onundan keyin biz o kirgizuvchi miqdorlarni biz bilmaydigan bir qora sanduq elib ketdi buni. Elib ketgandan keyin o'tirsida har xil mashg'ulotlarni elib berib, mashg'ulotdan keyin bizga bir chiqaruvchi miqdorni keldi. Sun'iy aqlning mashg'ulot jarayoni amaliyotda yana biz deb o'tgandek, biz sonliq ma'lumotlarni bir yoki nurg'ulg'an matematikalik, statistikalik va ehtimollik funksiyalardan o'tkazilgan hisoblash jarayonidir. Birazdan keyin biz o'tirdagi qora sanduq to'g'risida to'xtalamiz. Hozir faqat bir abstrakt holatda tushunsangiz bo'ldi. Yana biz xuddi bir injenerdek, hammamiz bir injenerdek bir narsani to'g'niyapmiz va uni o'rganyapmiz. Shuning uchun aldirmay qadam-qadam bo'yicha kiradigan bo'lamiz. Hozir hammaning teshida turib qaragan vaqtimizda bizga shundayroq bir narsa ko'rindi. Yana biz bir funksiyaga kirgizuvchi miqdorlarni berdik yoki hamma ashyolarni berdik. Undan keyin bizga bir chiqarg'uvchi miqdor yoki natija qaytib keldi. Buning ichidagi qora sanduqni biz oddiyroq qilib, hozir bir retsept deb o'ylab olsak bo'ladi. Retsept deganning o'zi programma tilidan aytganda bir programma yoki algoritm deganning o'zi bir retsept. Va yoki retseptning o'zi bir funksiya. Biz ko'ktatlarni o'sha ko'rsatilgan funksiyada ko'rsatilgan, ya'ni funksiya o'ziga elayotgan shu miqdorlarni kirgizuvchi miqdor desak, chiqaruvchi miqdor bizning lag'man. Masalan, o'tirda biz qo'rdiqmi, qaynatdikmi, qanday qildik, bir turkum mashg'ulotlardan keyingi natijasi chiqaruvchi miqdor biz lag'manga erishdik. Agar biz masalan qora sanduqning ichida lag'manning retsept emas, poloning retsept bo'lsa, pologa erishdik. Yoki bo'lmasa yuqorida ChatGPT bizga ta'kidlagandek cho'chirga erishdik degandek, cho'chirning retsept bo'lsa. Masalan, siz agar keyincha qandaydir bir robot yasab, shu robotga say qo'rib, ximir jizlab, lag'man so'zib deganlarni o'rgatsangiz, sizlar bir sun'iy aql kashf qilgan bo'lasiz. Ayada bir matematikalik yo'ldan degan vaqtimizda bayatni deb o'tgan qora sanduq to'g'riliq shu. Faqat namoyada bir necha matematikalik simbollar bilan ifodalanadi. Masalan, kirgizuvchi miqdorlarni x, funksiyani yoki qora sanduqni f, javobini y bilan. Funksiya to'g'riliq bir shu doktor professor Thomas Garrettningki bir videosi bor. Bu videoni vaqt munosabatidan ko'rsatishni loyiq ko'rmadim. Biroq agar qiziqsanglar, shu yuqoridagi QR kodni skanerlab suhbatdan keyin ko'rib olsanglar bo'ldi. Biroq bu funksiyaningki asosli mohiyati doktorningki tonishtirish bo'yicha dunyodagi har qanday jism va yoki har qanday jarayonni funksiya bilan tadbiqlashga bo'ladi. Belki u funksiya bir matematikalik funksiya bo'lishi mumkin, bir statistikalik funksiya bo'lishi mumkin, ehtimollik funksiyasi bo'lishi mumkin, uchur analizi bir qism boshqa funksiyalar bo'lishi mumkin. Yana bir qadam ishkirlab kiraylik. Biz baya bir qora sanduq degan narsa, kirgizuvchi chiqaruvchi degan narsalardan tanishib o'tgandik. Yana bir qadam ishkirlab kirgandan keyin yana bir savol so'rash to'g'ri keladi. GPT har xil javoblarni berish mumkin dedik. Undaqda biz qaysi javobning yaxshi yomonligini qanday farq etamiz? Ya'ni GPT bizga shu eng yaxshi javobni berish uchun nima qiladi? Yoki bo'lmasa, manda tushunsak bo'ladi. GPT 3 chiqqandan keyin, bir yildan keyin GPT 4 chiqdi. Masalan, biz deymizku, internetni izlaydigan bo'lsak, hammasi deydi GPT 4 GPT 3dan yaxshi deymiz. Masalan, GPT 4 necha milliondan ortiq parametrlarni o'rgangandan keyin GPT 3dan nechasi yaxshi bo'lgan, e'lonlashgan dedi. Undaqda shu GPT 4 bilan GPT 3 ni biz qanday bir-biridan yaxshi deb o'ylaydiganimiz. Masalan, nimaga asosan ularni yaxshi dedik? Albatta biz inson biz his qila olmaymiz uni. So'zlashgan vaqtida ular bakrab odamga o'xshash javob beryaptimi, to'g'ri javob beryaptimi degan biz his qildik. His qilgandan boshqa. Masalan, ularni qandaydir bir san sifrlar bilan selishtirish mumkinmidi? Shular to'g'riliq o'ylansanglar, yana bir narsa, masalan, men bir necha kun burun imtihon topshirdi, men imtihon berdi. Shuni o'ylayman, men imtihonni qanday topshirdim deb so'radim. So'rsam, men mening esimda qolishicha menga yomon emas deb javob berdi.
O'tirdiki balını şunu çıkarıp koydum mesela. Yani ameliyatda mesela bu yaman emas degan cevap injenerlarga nuqta nazarini aytgan vaqtda bir keraksiz javobda bu. Bu ameliyatda bu bizdeki burundan bağlagan medeniyet ve adetin neticesi onu yaxshi yomon deb ketib bo'lmaydi. Masalan bir qisqacha bir narsani deb o'tay. Mening kichik vaqtimda, meningki sinfimda bir Nurgul deb bir qiz bo'ladigan, bu adabiyot ders vakilati har qatımlıq imtihanda, adabiyot imtihanda 100 oladi yoki 95 oladi degandek. 95 dan yuqori oladi. Bir qatim imtihanda endi tasodifiy 90 deb qolsa, voy men imtihonni nachar berdim, imtihon yaxshi beramadim deb chiqdi. Yana bir savodishim bor-da, Roza Isa deb. Bu savodishim ko'p vaqt imtihondan o'tolmaydi-da. Shuning bilan agar biror qatim endi tali kelib 60-70 bilan imtihonni o'tib ketib qolsa, imtihonni qanday berdim desa, voy men imtihonni Xudoga shukr nihoyat yaxshi berdim deb chiqadigan. Yana bu yerda biz kuzatish orqali bevosita bo'lmasa bir odamningki bergan javobi qarab, uning so'zga bag'isi qarab bir narsaning yaxshi yomonligiga baho berishga bo'lmaydi. Shuni biz ko'p vaqt sansifirga ishonamiz. Masalan, men yuqorida ko'rsatib qo'ygan mayada hozirgi sun'iy aql bo'lsin, odam bo'lsin, bizning beradigan bir necha bahosimizniki o'rtoqligini chiqarib qo'ydim. Imtihonda biz oldingi qatimlik qaraganda mushkatim qanchalik yaxshi berdingiz yoki bo'lmasa bir o'quvchi qaraganda qanchalik yaxshi berdi degan yaxshi yomonligini selishtirish uchun hammasining o'xshashligiga qaranglar. Masalan, yo'qotgan nomerni eng kichiklashtirish uchun o'rganamiz. O'zi haydashgan mashinalarniki ilgirlash maqsadi ziyonni eng kichiklashtirish. Bu yerdagi ziyon degani emas, yana so'qilib ketsa ziyon chiqadi, birini o'ldirib qo'ysa ziyon chiqadi degandek. Doktorxonaga borsangiz, bir tekshirish qildingiz, tekshirish qilgandan keyin masalan qon besimingizni deyli. Siz sog'lomlik uchun tirishsiz, sizning tirishish yoki o'rganish natijangizdan keyin mashq qilishingizdan keyin maqsadingiz normal songa yaqinlashish. Yani masalan sizga normal son 120 bo'lsa, sizning 80 chiqsa degandek. ChatGPTning bo'zichi buni tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. ChatGPTningki a'lolashtirishningki maqsadi keyingi to'g'ri so'zning ehtimolligini eng yuqorilashtirish. Biz birazdan ChatGPT masalan qanday xizmat qiladi degan to'g'ri tushunishimiz mumkin, biroq hozircha bevosita deb o'tgan vaqtimizda, chunki biz bir narsani yaxshi yomonligini farq qilish uchun uni bir injenerlik nuqtai nazardan yoki matematiklik nuqtai nazardan bir sansifirlik o'lcham qo'yishimiz kerak. Shunday qilib biz bu yerda sun'iy aqlda nihoyat muhim bo'lgan bir uchurni tanishib o'tamiz. Bu bo'lsin ziyon funksiyasi. Masalan, siz agar imtihonda to'liq nomer 100 nomer olgan imtihonda 80 nomer olgan bo'lsangiz, unda siz 100 olamiz, yo'q 80 olamiz 100, tam 20 nomer ziyon tortgan bo'lasiz. Ya'ni mana yuqoridagi formulaga qaraydigan bo'lsanglar, shakkisi va y sizning olgan nomeringiz, buni ba'zida biz ehtimollikning natijasi deymiz, yoki bo'lmasa sizningki qiyos qilgan natijangiz deymiz, yoki bo'lmasa amaliyotdagi natija deymiz. Oxiridagi y haqiqat va yoki bo'lmasa to'liq nomer. Agarda masalan sizningki maqsadingiz yolg'iz bir fandan emas, bir necha fanni umumiy qo'shgan vaqtingizda o'rgangandan keyingi o'zingizningki natijangizni yuqori ko'tarish bo'lsa-chi, unda siz o'zingizni siz deb o'ylamang, bir mashina deb o'ylang. Bu bir sun'iy aql. Sun'iy aql bir necha narsalarni qiladi. Bularning hammasini qilayotgani masalan bir modelningki mashg'ulotningki o'tirsidagi barliq mashg'ulotlari xuddi bir sizning o'xshamagan imtihonlarni topshirganingizga o'xshash. Masalan, adabiyot, fizika degandek. Agar bir nechasi bo'lsa-chi, bu vaqtda biz tövendagi ziyon funksiyasini qo'llanamiz masalan. Bu nihoyat tushunishlik, nihoyat oddiy narsa. Biroq biz shu vaqtning o'zida biz sun'iy aqlningki qora sandiqning ichiga kiryapmiz. Bu sun'iy aqlningki masalan GPT bo'lsin, boshqalar bo'lsin qo'llanayotgan narsa. Bu bir narsani bilib olishingiz kerakki, masalan, sirtdan qaraganda nihoyat murakkab, nihoyat qiyin narsalar, balkim ichida unda qiyin bo'lmasligi mumkin. Albatta men biroz oddiylashtirdim, biroq buning matematiklik jarayoni barligi o'xshash narsa. Ya'ni olimlarmi, injenerlarmi shunday o'ylaydi. Oldindan bir masalani o'tirib tashlagandan keyin uni kuzatamiz, uni bir baho beradigan bir narsa kerak, uningdan aldirmay ichiga kiradigan bo'lamiz. Bu yerda yana bir narsani hammaning ustiga tema qilib qo'shib qo'ydim. O'rganish jarayoni a'lolashtirish jarayonidir. Biz birozdan keyin deb o'tamiz, masalan, mashina o'rganish deymiz, cho'nqur o'rganish deymiz.
GPT'ni qandaq məşqləndiribdi, öyrütübdü deyimiz. Barlıq süni aql deyatımız, bularning hammasining bir öyrüniş jarayoni var. Şu öyrüniş jarayoni a'lolashtirish jarayoni. Nimani a'lolashtırdı? Dal şu tövəndə turgan ziyan funksiyasınınki qimmatini hammadan tövəngə tushirish uchun a'lolashtırdı. Hem öyrüniş jarayonida biz yana bir nuqtada nep etgan vaqtimizda parametrini tangshash jarayoni deymiz. Masalan, boya degandek sizda bir necha fan o'rganadigan mashina bo'lgan bo'lsa, sun'iy aql maqsadi. Undaqda bu parametrlarni tangshash deganda, bu yerda qanday parametr bor? Siz 5 fan o'rganing deyli, matematika o'rganing, fizika o'rganing, ximiya o'rganing, biologiya o'rganing, yana nima qoldi? Ingliz tili o'rganing. Sizning asosiy maqsadingiz nima? Hammaning oxiridagi GPT-singizni hammadan yuqori nomerga erishish. GPT'ni yuqori ko'tarish uchun yolg'iz bir fanga kuchsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun siz masalan adabiyotga qancha vaqt sarf qilsangiz, matematikaga qancha vaqt sarf qilsangiz, GPA-singizni yuqori ko'tarish uchun yolg'iz bir fanga kuchsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun masalan siz ma'lum miqdordagi vaqtingizni masalan adabiyotga, ma'lum miqdordagi vaqtingizni matematikaga, yana ma'lum zehningizni, vaqtingizni ingliz tiliga bo'lishingiz kerak. Men nima uchun boya GPT bilan so'zlashgan vaqtimda GPTning hamma oxiridagi bir necha 4 xususiyatni elibla, o'tirib 4 ga bo'libla chiqarib qo'ygan natijasi bo'lmaydi deganimning sababi shu. Masalan, siz o'xshash vaqtni bilmasligingiz mumkin-da, ingliz tiliga ko'proq, matematikaga azroq degandek. O'zingizning ahvolingizga qarab. Ya'ni shunga o'xshash parametr degan narsa, agar sizlar internetni qaragan bo'lsanglar, mashina o'rganishning parametrini qilibdi, uning parametri mancha million ekan degandek, parametr degan narsa xuddi bizningki hozir deyotgan masalamizdagi adabiyotga qancha vaqt bilasiz, matematikaga qancha vaqt bilasiz, yoki ingliz tiliga qancha vaqt yoki zehningizni bo'lasiz degan, dal shu bizning vaqtimiz, zehnimizni bo'layotgan vazn yoki bo'lmasa nima eg'irlik massasi. Yana qandaq salmoq. Tamoqdagi nimalarniki xurishlarning miqdori, to'z qanchalik. Shundoq. Masalan, lag'manning suratini beshida qo'yib qo'yishimning sababi shu. Sizlar o'ylansin dedim. Lag'man lazini, masalan, chayizni, go'shtni qozonga etib qo'ysak, u lag'man bo'lib chiqmaydi, lag'manning sevib chiqmaydi bu. Ularning hammasining ma'lum bir miqdori bor. Demak, bizning odamlarimiz, bizning ota-bobolarimiz bugun o'ylangan uni. Qanchalik miqdorda qanday bir xurishni sag'a vaqtimda, qanchalik miqdorda qanday bir ko'ktatni ishlatgan vaqtimda hammadan yaxshi natijaga erishman. Ularningki o'ylagan hammadan yaxshi natijasi nima? Ularning maqsadi ta'mni qanday hammadan yuqori saviyaga yetkazish. Ya'ni bizning boya formulasimizni tushudi. Ya'ni mashinami shundoq. Chunki mashina o'rganish bo'lsin, bu cho'nqur o'rganish bo'lsin, birozdan keyin men deb beraman, masalan, sun'iy aql bo'lsin, hammasining mohiyatida bu odamni do'rab turib kelyapmizda bu yerga. Shuning uchun biz o'zimizningki nurg'un o'zimizdagi masalalarni o'zimizdan so'ragan vaqtimizda mashinani qanday o'rgatadiganligimizni, mashinaning ichidagi uningki amaliy funksiyalariniki matematik jarayonning qanday ekanligini tushunamiz. Masalan, bir narsani deb o'tay, GPT-3 ningki 175 million 181 ming xato. Balkim 175 trillion bo'lishi mumkin, men xatolashmasam. Shunday parametr bor. Bu yerdagi parametr degan narsa boya deb o'tgandek, shu talmig'i. Uningki xohlagan bir parametrni yuqoriltib to'valatib, uningki har xil sapasini masalan to'valatib tushirishga bo'ladi. Shunga bu GPT-ningki masalan GPT-3 milliardga. GPT-3 175 milliard. Unda olsa 175 milyard 181 milyon 291 ming 250. Shundaymi? 550 mi? Shunday bo'lishi kerak. Aniq sonini nima qilyapman? Hozir tizlam Google'dan izlasam 178 milliard. Shunday. Bizga faqat masalan qanchalik ekanligida bir ko'p narsani deyapman-da. Biroq bu xuddi nimaga o'xshaydi desangiz, bir odam hozir 5 fan emas, 100 fanni, millionlagan fanni o'rganyapsizda. Hammaning oxiridagi maqsadingiz o'xshash narsa. Masalan, shu GPA-ni yuqori ko'tarish. Siz u vaqt qanday o'rganasiz degan vaqtda har xil narsani o'ylab ko'rishingiz mumkin, vaqtingizni qanday bo'lish degan narsa. Ya'ni siz to'xtamay o'ylanib, shu vaqtingizni, zehningizni qanchalik salmoqdan bo'ldingiz, bo'lgandan keyin hammaning oxirida GPA-singiz yuqori chiqdi. Shu jarayonni biz o'rganish deymiz. Ya'ni siz shuni tadqiq qilib, hammadan a'lo bir natijaga erishish jarayonimiz o'rganishdir bu.
Şuna qilib ikkinchi bir nayt muhim qara sandiqning ichidagi bir narsani deb o'tdik. Ko'p vaqtda masalan bizda agarda yolg'iz bir fan o'rgangan bo'lsak, buni ekspert deb ifodalasak, matematiklik deb o'tib ketdik. Bizda faqat birla alashtiradigan qimmat bo'ladi, bir parametr bo'ladi deymiz. Biroq o'zinglar ko'rgandek GPT'da 3 ta masalan, 170 allaburun 175 milliard parametr bor. Buning uchun uni ma'nodagi matematiklik silib ko'z tutishmi bo'lmaydi, chunki uningki masalan biz 3 deymiz bu odatda. Biz kompyuterimiz 3 xillik narsalarni ko'z tutmaymiz, undan ko'p bo'lishini ko'z tutmaymiz. Biroq men shu a'lolashtirish jarayonininki balki bizning turmushimizga kerak bo'lib qoladigan bir nayt muhim uning oqidagi matematikalik o'lcham yoki bo'lmasa texnikani tanishtirib o'taman. Matematik ilmida masalan bu xildagi parametrlarni a'lolashtirish uchun qo'llanilgan texnologiyani biz ismini deb qo'yibdim qo'yin. Optimization a'lolashtirish deymiz. Bu ham deb o'tib ketamiz. Buning ichidagi algoritmni biz gradientlik tuvanlash deymiz. Uyg'urchada shunday qilinganki, gradientlik tuvanlash. Agar mana ingliz tilini tushunganlar bo'lsa, gradient descent deymiz. İngiliz so'zining o'zida amaliyotda buni qanday tuvalib ketayotganligimizni, qanday o'rganayotganligimizni aytib deb bergan. Biroq Uyg'urchasini yomon emas, biroz tushuntirib ketsak bo'ladi. Gradiyentlik tuvallash degan bir mas'ulni masalan a'lolashtirish uchun kerak bo'lgan o'yinishlarniki birisi. Bu qaramoqqa anglashga yana bir murakkab bir narsa deb ko'rinadi bizga. Murakkab deb o'ylab qolamiz. Masalan, boya ko'rsatgan formulalar necha 100 million degandek murakkab deb o'ylaymiz. Haqiqatan buning hisoblanish jarayoni murakkab. Biroq uningki ideyasi, mohiyati, orqadagi prinsipi oddiy. Buni qanday tushunishga bo'ladi desangiz, masalan bizda butunlay mayada men ko'rsatganim tangirtaq. Siz tangirtaqdan keyin ma'lum bir cho'qqisidan shu tag'ninki ostiga kelmoqchi bo'lyapsiz-chi. Tag'ninki eng ostiga tushmoqchi. Biroq siz agar taq chiqib kelgan bo'lsangiz bilasiz, tag'dan cho'qqisida turib, tag'dan ostini ko'rolmaysiz. Siz tag'dan cho'qqisida turib, nega qarasangiz, hammasi bulutlar 360 gradus o'ttirsida. Siz bu yerda qanday tag'dan ostiga tushishni bilmaysiz. Unda bo'lsa bizning o'rganish maqsadimiz deyli, shu qaysi jarayonni bossak, qanday tushsak, tag'dan ostiga hammadan tez tushadaymiz. Buni o'rganish uchun xuddi boya biz degandek, bu bir a'lolashtirish. Bunun qo'llangan texnologiyasimiz men tilga o'tib ketdim. Gradient descent, Uyg'urchasini nima dedik? Uyg'urchasini Gradient tuvallash. Gradientlik tuvallash dedik. Gradientlik tuvallash deganda men yana bir surat ko'rsatsam, buni aytib aniq bo'ladi. Ya'ni gradient degan so'z men bu yerda tushuntirib o'tib ketdim. Ya'ni Uyg'urcha to'liqroq olsak, bu yonto'liqni ko'rsatadi. Masalan, 3 bo'lim biz boshlang'ichdimi yoki o'rta maktabda men aniq bilmaganligim uchun yana maya kesib qo'ydim. Ba'zilar boshlang'ich tugagan bo'lishi mumkin, ba'zilar o'rta maktab tugagan bo'lishi mumkin. 3 bo'limda biz tanginosni bilamiz-ku. Shu tanginos amaliyotda maya devolatgan gradient. Yonto'liq masalan. Tushuntirib o'tib ketdi. Tanginos degan emas, qarshi ushbu tik bilan o'qish bilanlikka qarshi tarafniki yonto'lig'i. Buni o'zining qo'shni tarafiga nisbati. Shunday. Yana masalan bizningki mana tangirtog'i 7439 metr. 7439 metr bo'lganda hammaning yuqorisidan siz yerga tushish uchun qanday tushsangiz hammadan a'lo yo'l bo'ladi ekan desangiz, matematikalik isbotlashlarga qaraganda va yoki biz misha deb o'tgan bo'yicha qolgan bir yerda turib sizga hammadan tik ko'ringan bir yerga qarab yurasiz. Az bir qadam yurib ko'rsiz. Az bir qadam yurgandan keyin o'zingizning baya biz ko'rsatgan ziyon funksiyasini eslatlaysiz. Masalan, ziyon funksiyasi degan vaqtimiz bu yerda ziyon funksiyasi tag'ning egizligi 7439 metr bo'lsa, siz 100 metr tushdingiz, yana qanchalik qoldi? Yana shuning natijasi shu. Ziyon funksiyasining natijasi 0 ga yetgan vaqtda siz tag'ning ostiga tushib bo'ldingiz degan so'z. Ya'ni siz hammaning yuqorisida tursizda, masalan, men qarab ko'ray mayada sizg'i bo'lmadi. Sizg'i bo'lsa, men sizishim mumkin. Siz tag'ning hammaning yuqorisida turib, masalan, ma'lum tik yo'l emas, hammadan tik yo'l mush deb ko'rsangiz, hammadan tik holatda tushsiz.
Şu aletde biraz düşkenden keyin mayada turib hesaplaysiz. Özünüzdeki qanchalik iyilikte tuğununuz ne? Siz tövenge çıktınızmı yoki yuqoriga ketib qolgan bo'lishingiz mumkin yana bir narsani deb ketay. Bu matematiklik. Biz mashina masalan yuqori töveni bilmaydi. Mashina odatda. Biraz düşkenden keyin yana bir shunday tik rayonni tanlaysiz. Her bir qatim az-azdan hammadan tik yo'nalish bo'yicha yurasiz. Az-azdan yurasiz, az-azdan yurasiz, az-azdan yurasiz. Hammadan tik yo'nalish bo'yicha yurasiz. Olimlarning deyishicha, faqat voz kechmasangiz, her bir qatimda az-azdan ilgirlab, hammadan tik yo'nalish bo'yicha yursangiz, cho'qim bir kuni tog'ning ostiga yetasiz. Bunun isbotlash narsasini, matematik isbotlashni ko'rsatmadim, chunki bu bosh og'ritadigan bir masala bo'lib ketadi. Bugun biz degandek, bizning elimiz bor narsalarni ko'rsatish orqali degandek. Masalan, agar bizningki faqat birla adalashtiradigan qiymatimiz bor bo'lsa, yuqorida masalan ko'rsatib turdi-ku, uyg'onishninki qadamlari deb bir o'ng tarafdagi grafikka qarasanglar, biz ya'ni mana bu ko'rinib turgan ma'sizlik xuddi bir taqqa o'xshatsanglar, hammadan tez tushish uchun siz bevosita mana yuqoridan to'manga otlab tushamaysiz amaliyotda. Bu matematikada isbotlangan kerak, bunday mumkin emas. Siz azozdan yurasiz. Azozdan yurgan vaqtingiz qaysi tarafga yurasiz degan narsa. Ya'ni sizning tirishchanligingiz nihoyatda muhim. Buni bizning elimizdagi zag'ir til bilan deganda, sizning tirishchanligingiz nihoyatda muhim. Bundan muhim bo'lgan narsa qaysi yo'nalishda tirishingiz nihoyatda muhim. Bu yana ba'zi vaqtlarda xuddi bir filosofiyadek bilinadi. Biroq mashina o'rganishning ichidagi aralashtirish texnikasi haqiqatan shunday bir filosofiyalik narsa. Yana birisi voz kechmaslik kerak. Yana muhim bo'lgani siz to'g'ri yo'lda azozdan bo'lsa-mu, to'g'ri yo'nalishda yursangiz, cho'qim o'zingizning oxirgi maqsadingizga yetasiz degan narsa. Bu bizningki sunniy aqlning ichidagi nihoyat muhim bo'lgan bir ideologiya, nihoyat muhim bo'lgan bir narsa. Masalan, hammaning oxirida hammadan yaxshi natijaga erishish uchun, hammadan ziyon azaytish uchun shunday bir aralashtirish bosqichidan besib o'tamiz. Biz masalan sunniy aqlga azozdan kiryapmiz, endi kirib qayerga keldik? Iliq sunniy aqlniki funksiya deymizmi yoki qanday bir narsa deymiz, modul deymizmi, shuning yadrolik bir yerga kelib qoldik. Mana temasizni bayqab qoldinglar menimcha. Endi surat qanday qilganda aqlliq bir qora sanduq yaslab chiqilib bo'ladi degan savol. Ben bir su içi vaqtcha mana hozir kelib turib o'ynab tursanglar. Orliqda men bir gap qilay. Ba'zi kichik bolalar bor. O'tirib boshlagan, ya'ni bizning o'quvchilarimiz o'rtasida o'quvchilarim bor. Lekin ba'zi cho'ng yoshlilar bor. Bayam matematika xiyollarga kirdik, tushunmay qolganlar bo'lishi mumkin. Agar bekrakiligi mazmun eg'iroq bo'lib ketib qolsa, yozsanglar bo'ldi. Shundoq. Har qanday savolinglar bo'lsa, masalan, ularni so'rasanglar bo'ladi. Men amalda o'zimning aql qobiliyatim yetgan darajada sizlarga tushuntirishga tirishaman. Yana bir narsa, chunki bu sun'iy aql degan ko'p vaqtda masalan bu xildagi modullarning hammasi bir matematiklik narsa bo'lganligi uchun butunlay matematikani qo'shmay tushuntirishni qiyin. Men amal bor ba'zi yerlarni matematikani azaytib hammadan oddiy holatini tushuntirib kelyapman. Shunga mumkin bo'lsa tirishib tushunib ko'ringlar va bundan keyin masalan shu suhbatdan keyin internetni izlab degandek, kitoblarni ko'rib degandek bu to'g'riliq tamoman tushunib ketalaysizlar. Men har qanday odam uni o'rganib ketalaydigan narsa. Ya'ni savolimiz qanday qilganda aqlli bir qora sanduq yasab chiqilib bo'ladi. Siz bo'lsangiz qanday qilırdingiz degan savol. Men bu yerda biroz vaqt yer bermaydigandek. Men bevosita bizning olimlarimiz qanday qildiga shuni ko'rsatib beray. Boshqalar qanday qildi deydi. Ben amaliyotda mening o'rtasida biroz nima qilib kelgandek qo'yadi-ku. Savol javobmi? Savol javob qilib kelgandek. Unda bo'lsa biz endi boshqalar qanday qilganini ko'rib aqli. Bizningki burungi odamlar buni qanday qilganligini qarab ko'rdi. Bu yerda tanishtirish jarayonida men bir yangi bir narsa qo'llandim. Masalan, sun'iy aqlning taraqqiyot tarixini qaraydigan bo'lsanglar, hammalar vaqt bo'yicha bo'lgan yoki bo'lmasa sun'iy aqlning rivojlanish jarayoni, tushish jarayoni degandekchi.
Manındek körsətkenler var mesela. Men manındek körüşüşünü ançibek yaktırmadım. Bu xuddi tarix dersida ko'p qoladi. Shuning uchun men o'zimningki bir metodologiyasi bo'yicha shuni yaqinda nega ketdi. Manındek bir necha davrga bo'lib tanishtirishni loyiq ko'rdim. Bu men bir kashf qilgan narsa, bu xato bo'lib qolsa yoki bo'lmasa to'liq bo'lmay qolsa to'g'ri ko'rib tushunishinglarni umid qilaman. Agar boshqa yerlarda qo'llanganlar kelsa, azotninki sun'iy aqlning taraqqiyot davrini bo'lishi deb tushuntirib ketaversanglar bo'ladi. Birinchi davrni men sun'iy aqlniki 0.5 davri deb oldim. Ya'ni bu davrga bir ism qo'ydim. Hukm davri deb. Ya'ni bu davri 1842-yildan boshlab 1950-yilgacha deb yozib qo'ydim. Bizda ko'p odamninki masalan o'ylaydigan narsa bu sun'iy aql degan 1-2 yil bo'ldi bizga yanimiz kelgili deb o'ylaydi. Bu amaliyotda xato narsa. Bu sun'iy aql degan masalan bayağı men tanıştırganda okudu. Bu benim mektepte 2016-yılları, 2013-yılları, 2014-yılları tadqiqot temamı şunun münasebet nesli. Bu 1950-yılları tamamen tilga elinip, hatta makaleler yazılgan söz. Bu yakında bizga kelgan narsa emas. Buniki tarixi nihoyat uzun. Sun'iy aql nihoyat askarab ketgan, nihoyat konu hukmniki birisi. Bu davrda men 10 tarafga birisininki suratini qo'ydim. Ada King Lowlands deymiz, yoki bo'lmasa Ada Lowlands veya King deymiz. Mushu kishini taniydiganlar bormi? Ma qizni, ma ayolni. Uyg'ur sistemida masalan o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsa, buni cho'qim tanish kerak birisi bu. Va 10 tarafga ayol. Uyg'ur sistemlik bo'ldi, Alan Turing intayin yaxshi bo'ldi. Va 10 tarafga ayolni taniydiganlar bormi? Unda bo'lsa men tanishtirib o'tib ketay. 10 tarafdagisi Ada Lovelace degan dunyodagi birinchi programmist. Dunyodagi birinchi, ya'ni bizning hozirgi vaqtimizda deymiz-ku, masalan, program yozadigan programmist deymiz. Dunyodagi birinchi programmist. Men bu to'g'riliq burun bir qiziq narsa bo'lgan. Darsda so'zlab o'tib ketib, shu programmist deb dunyodagi birinchi programmist kim o desam, menga bir Einstein dedi. Shunda qiziq narsalar bo'ldi. Amaliyotda dunyodagi birinchi programmist shu Ada Lovelace degan ayol. Ya'ni bu yozgan vaqtida qiz. Birinchi programmist. Nima uchun men bu sun'iy aql bilan bu dunyodagi birinchi programmistniki qanday bir chetishlig'i bor deb o'ylab qilishinglar mumkin. Ya'ni men yuqorida hukm davri deb yozgan o'xshash, bu ayol programma yozgan vaqtida maqsadi programma orqali o'zining aqlininki jarayonini programmaga topshirib bir mashinaga ishlatkizmoqchi bo'lgan. Ya'ni bizningki yuqorida bergan aniqligimiz bo'yicha odam ishlaydigan jarayonni, odam ishlaydigan xizmatni bir mashinaga qildirsangiz, shuning o'zi sun'iy aql. Siz hozir merkezlik sun'iy aql degani nihoyat hozirgi vaqt sun'iy aql degan masalan GPT degandek, Midjourney degandek xuddi bir surat chiqilgan narsa deb o'ylab turman. Uningki injenerlik nuqtai aytgandek aniqligimiz bo'yicha biz mush vaqtlarni ham qo'sha olamiz. İkinci surat masalan men deb o'tib ketdi Alan Turing. Hammamizga nihoyat tanishliq. Bu kishining o'zining ismida masalan mukofotim bor, Turing mukofoti. Menimcha kelgusida bizningki aramizdan mush mukofot oldiganlar chiqib kelishi mumkin. Alan Turing degan kishiningki nurg'un kompyuter ilmida nurg'un tuhfalari bor. Buning ichida Alan Turingninki nihoyat muhim sun'iy aql bilan bevosita chetishib bo'lgan bir maqolasi bor. U bo'lsa The Thinking Machine. Ya'ni o'yinlaydigan mashina degan bir yozmasi bor. Shuni bir o'qib ko'rsanglar bo'ladi. O'yinlaydigan mashina degan so'z bilan Alan Turing nurg'un odamlarni nurg'un shu vaqtdagi uchur va statistika, bir qism biologiya, matematika va kompyuter bilimidagi shu mutaxassislarni mashinalar o'ynalamdi degan shu savol ustida munozara qilishga chaqirgan. Bu nihoyat muhim narsa. Undan boshqa tanishtirib o'tadigan, bu hukm davrida tanishtirib o'tadigan nihoyat muhim kishidan birisi shu asta Uyg'urcha yozmoqdimi?
ben seriq boyap koydum. John McCarthy degan kishi. John McCarthy degan kishi soldan başlaganda ikkinchi suratdagi kishi. Bu night muhim kishi. Nima uchun deganda John McCarthy degan kishi bilan Mao uning yanida turgan, ya'ni o'tirdagi turgan Marvin Minsky degan kishi birlikda 1956-yili Amerikaninki şu Dartmouth degan universitetida, bu bir shaxsiy universitet Amerikadagi Dartmouth sun'iy aql konferansi deb bir konferans ochgan. Ham shu sababdan biz nima deymiz? O'tirdagi John ikkinchi, ya'ni John McCarthy degan kishini sun'iy aql degan so'zning kashfkori deymiz. Ya'ni undan burun gerçi odamlar o'yinni oladigan mashinalar, kontrol qiladigan mashina, yuradigan mashina, robot degandek har xil ismlarni atgan bo'lsa-mu, mushu kishi tunji qatim ya'ni sun'iy aql degan mushu so'z bilan atgan, mushu xildagi narsalarni. Shuning uchun bu kishi sun'iy aql degan ism qo'ygan va shu ismda hatto bir konferans ochgan, uyumlashtirgan. Bu kishiniki yana bir night muhim to'pisi mushu yolg'iz o'zininki sohasidagi odamni chaqirmagan. Bu kishi fizikchini chaqirgan. Fizika, statistika, masalan kompyuter uchur ilmi va matematika va bir qism injenerlar va biyokimiya injeneri va shularning hammasini chaqirganda chaqirib kelib 10 kun munozara qilgan. Munozara qilgan munozarasininki o'tirliq yadroliq savoli biz biroz burun yuqori qo'yib qo'ygan savol qanday qilib Alan Turing degan yerqidek o'yinlaydigan mashinaniki qora sandiqni yasab chiqmaymiz degan. U vaqtda bular bir yerga kelib bir narsa yasamagan, faqat shu o'ylangan, munozara qilgan narsa. Shuning uchun deyapmiz, masalan, injenerlikda biz deymiz, har qanday narsa bevosita kelib yugurib ketdilar, uni formulasini yozib ishlab ketilmaydi. Oldindan munozara qilasiz, o'ylanasiz. Shuning bilan bu masalan boya deb o'tgandek Alan Turing o'tirsida yana boshqalarmi bor. Shu odamning aqlininki aql jarayoni, tafakkur jarayoni mashinada mumkin bo'ladigan, bo'lmaydiganlik to'g'riliq nihoyat ko'p munozaralar bo'lgan undan burun. Biroq ular bir yerga kelmagan. Mana bizningki John McCarthy degan odam bularning hammasini bir yerga to'plab, nihoyat muhim narsa bu. Shundaq nurg'un boshlarni bir yerga kelgan vaqtda nihoyat yaxshi bir ishlarni qilib bo'ldi. Nurg'un odamlarni bir yerga to'plagan, ekan shular bilan birga o'ltirib, mushu masala ustida tadqiqot qilib borgan, munozara qilgan. Bularning ichida masalan men 3-kishini bir deb o'tib ketay. Marvin Minsky deb. Sun'iy aql, mayada bir surat var meningda. Ma surat bo'yicha ko'rsatgan vaqtda men o'tirg'i kelsanglar 1970-yillarda bir qizil, cho'ng bir qizil yozib qo'ygan. 1969-yili XOR problem deb. Minsky degan kishi mushu. Bu yerda bir qiziq narsa bor. Bu qiziq narsa qanday desanglar, Minsky bilan bayatni tanishtirib o'tgan John McCarthy ikkisi birlikda sun'iy aql degan narsani munozara qiladi deb nurg'unlarni chaqirgandan keyin bular 50-yildan boshlab 70-yilgacha har xil tadqiqotlarni qilgandan keyin buning ichida muhim bo'lgan neurolog tor deydigan narsa bor, biroz tanishtirib o'tamiz. Neurolog torni boshqalar tanishtirib chiqargandan keyin Marvin Minsky degan kishi bir kitob yozgan. Kitob yozib, bu kitobida nima degan desa, bu mumkin bo'lmaydigan narsa, bu qalaymiqan deb tanqid qilgan bu narsani. Tanqid qilgandan keyin sun'iy aql bir sovuq iqlimga kirib qolgan deb tanishtirdi, boshqa kitoblarda o'qisanglar. Mush sababdan. Ya'ni bu chunki bu kishining tanqidi bilan masalan bir problemini bir ba'zi masalani o'tirib qo'ygan. Buning ichida muhim masala shu XOR masalasi. Bu biroz matematiklik narsa bo'lish uchun qo'ymadim. Buni bir hikoya qilib anglab olsanglar bo'ladi. Biroq bu kishining nihoyat muhim kishilar. Uningdagi men sol tarafda meni qo'yib qo'ygan bir surati bor. Men nihoyat yaxshi ko'radigan bir odam. Chunki bu odamningki ismi bilan atalgan bir funksiyalar bor. Biz uni Wiener funksiyasi, Wiener process deymiz yoki bo'lmasa stochastic process deymiz. Bu Norbert Wiener degan kishi bir kitob yozgan, maqolani e'lon qilgan. Bu kishining asosiy tadqiqoti nima bo'lgan desanglar, inglizcha yozib tur. Cybernetics deydi, control, ya'ni
hayvonlarni va mashinalarni kontrol qilish va ular bilan aloqa qilib berish. Bu kitobida masalan nihoyatda muhim, hozir biz muhim deb qaragan, nihoyatda muhim bo'lgan hayvon mashinalar bilan aloqa qilib berish to'g'risidagi, mashinalarni qanday kontrol qilish to'g'risidagi narsalar degan hammadan muhim bo'lgani bizning hammaning oldida biz chiqargan funksiyani o'sha kishi o'tirib qo'ygan. Ya'ni biz faqat bir qora sandiq deb abstraktlashishimiz kerak. Bundan keyin bu qora sandiq qandaqdir bir matematiklik, statistikalik metodlarni qo'llanib turib bizga bir feedback, ya'ni bizga bir javob bersa bo'ldi. Biz shunda abstrakt qilib qurgandan keyin ichidagini bilib o'ynaylik degan ideologiyani shu kishilarningki o'yi bilan chiqargan va bu nurg'un odamlarni o'ylantirishga qo'ygan. Buning uchun bularni endi hukm davri dedik. O vaqtda ko'p narsalar shunday bir hukmlar bilan bo'lgan. Undan keyin AI'ninki, sun'iy aqlninki 1.0 davri. Bu 1950-yillari dan boshlab 1980-yillari. Shu davrda men sun'iy aqlninki 1.0 davri dedim. Bu davrni men qoidaga asoslangan davr dedim. Bu davrni biz hatto biz o'zimiz birlamishda o'tirib bir sun'iy aqlni yozib chiqamiz. Undaqda biz birga turib biz mandaq deb o'ylaylik. Biz ko'ktab tonimaydigan meniki kamerasini qanday qilib o'tandi. Kamera ko'rinadi. Undaqda biz ko'ktab tonimaydigan bir bala deb turdi yoki bo'lmasa bir mashinaga yuqoridagi bilim bazasini beraylik. Mana bu hammaning o'ng tarafida turgan mana bu jadval insonlarning necha ming yillik tadqiqotining javhari deb o'ylanglar. Xuddi bir bizning kitoblarimiz, bilim ambrimiz deb o'ylanglar. Masalan, Telefonda ko'rayotganlar bo'lsa, kichik ko'rinib qolishi mumkin. Abi o'qib olsak yaxshi bo'lamdi. Bo'ldi. Men bir tanishtirib o'qib bersak. Ma'qul. Endi o'ng taraf jadval deydiki, ana o'xshash P deganni masalan bir qilish uchun savza. Mushtar narsalarni toniy oladigan bir sun'iy aqlni yasash uchun oldindan bunaqa ba'zi uchurlarni bildirishimiz kerak. Endi jadvalda savza, ya'ni savzniki rangi seriq yoki qizil bo'ladigan savza. Shakli uzunchoq bo'ldi. O'sish muhiti tuproq ostida. Chamg'urniki rangi oq bo'ldi, shakli yumaloq bo'ldi. O'sish muhiti tuproq ostida. Pomidorniki rangi qizil bo'ldi, shakli yumaloq tuproq ostida. Chayzak, pidiganniki rangi qora bo'ldi, shakli uzunchoq, sal yumaloq. Lekin bu tuproqning ustida. Piyoz oq yoki seriq rangli bo'ldi, shakli yumaloq tuproq ostida. Lekin mayada x y logikalik to'g'riliq jadvali bor ekan. Jadvalni devatamdiq. Amin oxirgi jadvalni amaliyotda biz o'ylangan narsa, shuni hozir demay turlar, biroq mandaq bir narsani dey. Bu yerdagi asosiy mohiyat nima deganda, masalan, bu dastlabki davrdagi AI yoki bo'lmasa bir mashinaga o'rgatishni qanday o'rganish kerak degan vaqtida odamlar biz qanday o'rgandik deb o'ylaganda. Ya'ni biz qanday o'rgandik deganda, hammadan o'ng'ay o'rganish usuli qanday desangiz, siz oldi bilan bir kitobni akilasiz masalan. Kitobni akagandan keyin bir baliqni bersiz yoki bir mashinaga topshirib bersiz. Topshirib bergandan keyin siz faqat shu kishidan ha yoki yo'q deb javob beradigan savollarni so'raysiz. Shu savollarni so'rash orqali qoida asosida masalan yuqorida ko'rsatilgan narsalardan biz bir pidigani toniy oladigan bir sun'iy aql yasab chiqa olamiz. Shu bet turgan narsaning o'zi bir sun'iy aql. Bu sun'iy aqlniki modeli hammaning sol tarafida turibdi. Bu sun'iy aql 3 narsani tarkib topgan bilim bazasidan o'tirsidagi logikalar bu hozirgi programmistlarga noiti tonish narsa bu. Boolean mashg'uloti deydi. Logikalik mashg'ulotmi deymiz. Sol tarafdagisi shu logikalik mashg'ulotlarningki javobi. Masalan, savza seriqmi yoki qizilmi deganga shular hammasiga agar ha bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0 degandek javoblarni beramiz. Shu javoblarni berish orqali hammaning oxiriga logikalik hisoblashninki o'tirsidagi jarayonni qo'shdik va y-ning qiymatini hisobladik. Faqat o p deganga kelgan vaqtida bir natijasini olganlik uchun biz yuqorida suratda ko'rsatilgan jismni p degan deb tonidik. Ya'ni mashinaninki tonish jarayoni shunday.
Mana bu jadvalni hozir men bir o'qib bersa, bir suv ichib Texim emaklı. Unudan burun logiklik to'g'riliq jadvalni tushuntiryapti. Logiklik ya'ni ikki tal. Bir mashinamiz bo'lsa, ikki xil narsa qimmat kirsa, andan keyin o ikki qimmat qarab, yana bir qimmat ishlab chiqargan bir narsa bor deylar, o'tir jadvalni tushuntiryapmiz hozir. Masalan, ikki tal xato uchur kirsa yoki ikki tal noto'g'ri uchur kirsa, chiqqan natija birlash, masalan, bunda degan gap. Men hozir Turkiyada hamda Amerikada bo'lgan bo'lsam, ikki xato, ya masalan deylik, hozir Turkiyada bo'l. Masalan, men Gollandiyada va hamda Amerikada bo'lgan bo'lsa ikki xato. Agar ikkisining birisi to'g'ri bo'lsa, masalan, men Turkiyada hamda Amerikada bo'lgan bo'lsam, ya'ni ikki tal to'g'ri narsani bir yerga kelib, to'g'ri narsa chiqa olmaydi. Shunlarni xato. Ikki narsa to'g'ri bo'lish uchun ikkisi bir vaqt to'g'ri bo'lishi kerak. Yoki deydigan shu qilib qolsam, shu yoki kishilarning kallasini qaymoqtirishi mumkin. Agar buni o'rganib baxmadan bo'lsa. Masalan, men bundalda texim oddiy qilib, men yoki yer sharida yoki bunda deydi, men ya Marsda ya bo'lmasa Oyda, men ya Marsda yoki Oyda desam, ikkisi xato, bu xato. Agar men yer sharida men yer sharida yoki Oy sharida degan bo'lsam, yer sharida ekanligim rost, Oy sharida ekanligim yolg'on. Shundan keyin bundan ish qilib, lekin qanday bo'lmasin ikkisidan birisida. Men ya yer sharida bo'lma, ya Oy sharida bo'lma, to'g'ri. to'g'ri. Yoki men buni men Oy sharida yoki yer sharida desam, to'g'ri bo'ldi. Endi buni ikkisi to'g'ri javob bo'lsa, men yer sharida yoki boshqa bir gap bilan men yer sharida yoki azatcham bilan paranglashayotman degan gap bo'lsa, ikkisi to'g'ri bo'lg'achqa to'g'ri. Ya'ni ikkisi bir-biridan mustaqil holda bir yerga kelsakmi yoki shaklda to'g'ri bo'ldi. Mushta bir narsa. Endi jadval tushuntirayotay. Inkaslarim qaramay ekran cho'ngaytiryapti, balki inkas kelsa. Sabziniki, masalan, poloyetran sabziniki rangi seriq yoki qizil deganni 0. Rengi, masalan, seriq yoki qizil. Seriq yoki qizil deganga 0 desak, ani shakli uzunchoq deganga 1 deb numar versak, o'sish muhiti 0 bo'lsa, endi buningdan mushu 0, 1, 0 deydigan uchini 0, 1, 0 deydigan ikki xato, birisi to'g'ri. Ya'ni ikki xato bilan bir to'g'rini bir yerga kelib qo'yib, hammasini qanday natija chiqdi desak, hamda degan shart asida. Hamda bilan yoki nimasi bu. Bundan 0 chiqdi. Gaplarim tushunishli bo'latamdi. Manda deyishga bo'ladi, masalan. Bir narsa bilan yana bir narsani biz dedik-ku, masalan, faqat ha yoki yo'q deb javob beramiz deb. Masalan, ha bilan ha o'xshash vaqtda kelsa, ha bilan ha degani logikalik selishtirgan vaqtimizda ha chiqdi. Yo'q, bunda desak bo'ldi. Bir bilan 0 ni ko'paytmasi shaklda ha degan gapda ha degan gapni ko'paytmasi yoki degan gapni qo'shgan qilib. Masalan, 1 degan gapni to'g'ri ahvolni ifodalaydi desak, 0 degan gapni xato ahvolni ifodalaydi desak, ko'rayotganlar ba'zilar tushunyapti. Unda bo'lsa, sabzining rangi seriq yoki qizil bo'lgan ahvolni 0 desak, andan keyin shakli uzunchoq bo'lganini 1 desak, o'sish muhiti 0 desak, mushu uchiniki hammasida shartni tan qanoatlantirgan ahvol yoki mushu 3 ta sonni 0, 1, 0 degani ko'paytsak 0 chiqdi. Bu sabzi bo'ldi. Agar rangi oq bo'lsa, yumaloq oq bo'lgan ahvolni 0 desak, yumaloq bo'lgan ahvolni 0 desak, tuproq ostida bo'lgan ahvolni 0 desak, mush 3 shartni tanlam, masalan, 3 tan ko'paytib olsak 0 bo'lsa, bundan 0 chiqmaydi. Siz tushuntirasiz, texnik yaxshi tushundira olasiz. Ya'ni qisqartib degan vaqtimizda mushu bizningki burun bo'lgan bilim jadvalimizga hisob qaragan vaqtimizda mushuni bilan selishtirib, bizning bilim jadvalimizda logikalik hisoblashlarni elib berib, bizning kirgizuvchi miqdor bo'lgan p deganninki xususiyatlarini jadvalga qo'yib selishtirgan vaqtimizda p degan faqat p deganlar mushu jadvalda 1 ham 1 yana 1, yana hammasi rost bo'lganligi uchun
Hemen ahırda Y kıymeti 1 bolup çıkdı ve bu jadwaldagi logikalik meşgulatdan to'g'ri bosib chiqalik uchun biz kelgan bu narsani pidigan deymiz. Agar pidigandan boshqa ko'ktatlni, sho'xlar, pomidor ikkisi bir narsa, sabzi deganlarni qo'shgan vaqtimizda hammasi o'xshash vaqtda to'g'ri bo'lmaganligi uchun bu mashg'ulotning natijasi 0 bo'lib chiqadi. Bizningki bu tekshirishimizdan o'tolmaydi degandek. Mana bu bizningki yozganimiz bu sun'iy aql. Yazgan sun'iy aqlimiz bu pidiganni tekshiradigan sun'iy aql yoki pidiganni tepib chiqadigan sun'iy aql deb tushunsanlar bo'ladi. Ba'zilar masalan mandaq ko'rsatgan vaqtda o'yinni qilish mumkin. Bu sun'iy aql degan shunday qiyin, murakkab narsalarga o'ng'aydi. Bu yaxshi o'ylangan narsa, chunki masalan ma'lumotlar Yahoo'niki, Google'niki tur bekatlarini 20 yil burungi narsani izlasanglarmi, u hozirgidek undaq moda, dizaynda bo'lmagan. Hozirgidek holatda bo'lmagan. Hamma narsa boshlangan vaqtda oddiylikdan boshlangan. Sun'iy aqlmi bu shunday oddiy masalalarni hal qilishdan boshlangan. Shuning uchun biz bevosita raketa yasavatmagan ekan, raketaniki ostidagi uningki metodini, uning ostidagi masalan yiltizlik masalalarni hal qilib olsak, raketanimi keyin asta-asta yasab chiqilib bo'ladi degandek maqsadda tunishtiryapmiz. Lekin bu misal yana hech basmas yo'qolib ketib qoldi. Texim oddiyroq bityapti. Mana qanday bo'lib 1 minut. Nechinchi betda u? 50-chi betga. Shunday. Mana qo'lim tegib qoldi. Chiqdi. 50-chi bet. Hozir mana masalan pidiganning rasmini ko'rsatib, pidiganning alayligini ko'rsatib, mushuning nima qaysi o'simlik ekanligini, qaysi ko'ktat ekanligini bilish uchun masalan oldinlar rangga qardik. Rang jihatdan o'ng taraf jadval qarsak, rang jihatdan qarsak qora. Pidiganning qora degan nimasini bilan moslashdi. Andigan shakl jihati uzunchoq yoki yumaloq degan moslashdi. O'sish muhiti tuproq. Shundan keyin mush pidiganning hamma shartlarini tangli bir vaqtda hozirladi. Shundan keyin bu pidigan desak, bayonbek chiq. Keraksizligini qilyaptimi? Bo'ldi. Bu to'g'riliq balki o'quvchilarga biroz o'ng'ay bo'lishi mumkin. Boshqalar biroz izlanish orqali tushunib ketadi deb o'ylayman. Keyingisiga o'tsam, bir narsa chiqdimi? Masalan, men yozib qo'ydim. Mishada biz logik hisoblash orqali o'sha pidigan bizningki jadvaldagi bilimimizga to'g'ri kelganligi uchun biz 1 degan natijaga erishdik va uni pidigan deb qaradik. Endi biz shu davrdagi yana nihoyatda moda bo'lgan bu Endi biz shu davrdagi yana nihoyatda moda bo'lgan ikkinchi xil sun'iy aqlning qara sandiq funksiyasi yoki moduli deb qaragan. Biz ma'lum bilan buning tarjimasi to'g'riliq deyishgan qaror daraxti bilan tanishib o'tamiz. Rasmni qo'yib o'tashgan tuqaslar. Qaror daraxti bilan tanishib o'tamiz. Bu qetim bizning maqsadimiz, ya'ni oldingi qetimga o'xshash, biroq biz biroz boshqacha usul qo'llanamiz. Ya'ni biz bir jismni tonish uchun, tadqiq qilish uchun oldin bilan uning xususiyatlarini o'lchaymiz, xotirlaymiz, xulosalaymiz. Bu odam aqlininki, ya'ni uchurninki eng dastlabki mohiyati masalan. Biz lag'ma yasash uchun kelgan ko'ktatlarni kuzatish orqali ularda yuqoridagidek bir necha xil xususiyatning borligini bayqadik. Masalan, bu ko'ktatlarning rangi qizil, yashil, sariq, apelsin rang bo'lishi mumkin. Ikkinchisi shakli, masalan, ularningki yumaloq, uzun tuxumsimon, tartibsiz bo'lishi mumkin. Postning to'qilmasi, siliq, qo'pol, o'tirchi bo'lishi mumkin. Eg'irligi gram bilan o'lchangan o'tirchi eg'irligi, cho'ngligi, diametrik uzunliginiki santimetr bilan o'lchangani. Pishib yetilish darajasi, masalan, u ko'ktatni qo'lingizga ko'rgan vaqtingizni bilasiz-ku, masalan, pishmagan, yarim pishgan bo'lishi mumkin degandek. Ya'ni mushundaq 10 turli xususiyatni xotirladik. Xotirlagandan keyin ya'ni biz bu qatim pidiganimiz sho'xligi keladi. Men ayt yaxshi ko'rimchi bu sho'xni yeyishga. Şu men urg'u vaqti misolga shu sho'xli pomidor deymiz, pomidorni misol qilaman. Shu sho'xlidan biz ervish oldik. Ervish olgandan keyin buningki tövendagi bayqaganlarimizni yozib oldik. Ya'ni 10 xususiyatga bo'lib, masalan, rangi qanday bo'ldi, qo'limizga olganimiz, shakli qanday bo'ldi, post qanday bo'ldi, massasi, eg'irlik qanday bo'ldi, cho'ngligi qanday bo'ldi, pishgan, pishmagan, mevaning yuzi
qandaq bo'ldi degandek ana degan urug' sani sho'xni yeb bo'lgandan keyin mana ba'zi olimlar ichidagi urug'ni sanaydi shunga o'xshash uchun yeb bo'lgan deganda yemay turib sanaydi shirnisi turi masalan ba'zi sho'xlar degan meva bo'ladi ba'zi sho'xlar ko'ktat bo'ladi degandek natijada mayada berilgani hammasi ervish ervishda ba'zilari sho'xlar emas bo'lgan o'sha jadvalni qurib olgan mana jadvalni biz nima deymiz deganda biz bilim bazamiz yoki mutaxassislardan uchur deb ataladi bu narsa qurib olgandan keyin undan keyin qanday qilamiz desa biz buni matematikalik bir funksiyaga aylantiramiz matematikalik funksiya mashina o'rganish yoki sun'iy aqlda modulmi deb ataladi bu yerda nurg'un men bu yerda masalan qo'l bilan ishlamadik qo'l bilan ishlamagan sabab biroz deb o'taman bu yerda xususiyatlari nihoyat ko'p masalan 10 ta oldingi qator faqat 3-4 ishlab kelganimiz uchun qo'l bilan bir narsa qilib bu yerda faqat 10 olib ketganligi uchun yuqoridagi kod yozish to'g'ri keldi hammadan o'ng'ay usul sol trafikasi masalan sol trafikasi nima biz bir qaror darhi deb atsak bo'ladi oldi bilan uniki rangiga qaragan agar qizil bo'lsa undan keyin uniki shakliga qaragan shakli yumaloq bo'lsa u pishqan-pishmag'ini qaragan degandek masalan bu xil ahvolda ko'zitib buni ayirishga bo'lishi mumkin odamlar bu xil ahvolda ayira oladi biroq sol trafikka hammaning sol trafikka ayirish amaliyotda xato buning xato bo'lishining sababi masalan sho'xliga o'xshaydigan rangiga o'xshaydigan shakli o'xshaydigan ammo sho'xlar emas boshqa mevalar yoki ko'ktatlar chiqib qolishi mumkin shuning uchun bu yerda amaliyotda qo'llaniladigan to'g'ri bo'lgan usul ya'ni shu qaror darhi yoki mutaxassislar sistemasi men buniki aslida buni ko'z tutishga sabab shunday bir narsaning borligini bilsanglar bo'ldi ham o'tirdagi kod bilan o'ng tarafdagi bu daraxtga qarasanglar yana biz bu daraxtni kompyuterlik hisoblash orqali erishgan daraxtimiz bu daraxtda qaror darxida masalan bu nima debdi desa hammaning oldida uning ig'irligiga qara debdi ig'irligiga qaragandan keyin shu bo'yicha bir klassda bo'lib ol deb ya'ni bir shu bo'yicha bir turga bo'lib ol degan bu qaror darxida biz bugun o'rganishga kerakli bo'lgan ikkinchi muhim qara sandiqdagi bir hukm chiqdi u bo'lsinmi masalan inglizcha training deymiz uyg'urchasini men o'rgatish yoki mashq qildirish dedim bu yerda o'rgatish kerak nima uchun o'rgatish kerak deganda yana masalan o'ylaning bu yerda 10 xususiyat bor daraxtniki hammaning oldida qaysi xususiyatni qo'yib shunga qarab turib o'ngga so'lga bo'lish kerak masalan sizcha boshqa qilib aytganda masalan ikki odam bor amat bilan samatning nurg'un o'xshashligi va xususiyati bor biz u ikkisini ayirish uchun u ikkisining qaysi xususiyati qarashimiz kerak hammaning oldida degan savol kelib chiqdida bu kompyuterga u savolni berish uchun biz mashq qildirishimiz kerak masalan bir bolaga ikki odamni ayirishni o'rgatish uchun uni o'rgatish kerak oldi bilan ularning xususiyatini o'rgatish kerak undan keyin har bir xususiyatga o'xshash bo'lmagan salmoq bermaymiz masalan yuqorida deb o'tdik ularningki o'ziniki vazni ya'ni ularningki o'xshash bo'lmagan massasi bo'ladi o'xshash bo'lmagan salmoq bo'ladi degandek shularni o'lchab chiqaramizda va o'rganishninki oxirgi maqsadi bo'lgan ziyon funksiyasini hammadan kichik qilamiz degan mohiyat bo'yicha biroq mayada bizniki ziyon funksiyasimiz yoki nimani kichiltirishimiz kerak deganda zag'ir til bilan aytganda ko'ktatlarni bo'lgandan keyin masalan sho'xlini bir tarafga sho'xli emasini yana bir tarafga bo'lib ikki guruh qildik desak biz bo'lib bo'lgandan keyin har bir guruhning ichidagi soplig'ini ya'ni shu soplikni hammadan yuqoriga ko'tarishga yoki pokizlikni yuqori ko'tarishga tirishimiz bu yerda amal yo'q u suratni shunday qo'yib qo'yish kerak bu pokizlikni tekshirishninki yo'li yoki soplikni tekshirishning yo'li shu o'ng taraf ostinqi bulonda ko'rsatilgandek ikki yo'li bor ikki funksiya bor birinchisi biz entropiya deymiz ikkinchisi geniy indeks deymiz bu ikkisininki matematikalik yozilishi qanday qilib bo'lmasin uninki asosiy mohiyati men boya deb o'tgandek pokizligi ya'ni sizni ikki uyga ikki turli narsalarni aralashtirib qo'ydingiz oq qo'y bilan qora qo'yni ikkiga bo'lmoqchisiz ammo bir turkum oq qo'yning ichiga bir necha qora qo'y aralashib qolsa biz u oq qo'ylarninki
aqlıq, yəni nisbati töven deyimiz. Şuna oxşaş. Bu yerdeki iki matematiklik formula fakat şunu hesaplaydı. Elbette eğer de sizinki hemimiz aq olsa, taplığı hemmeden yukarı degendek. Bırak bunu matematiklik yolu muşu. Adamın közüge oңай болған нәрселе, бәзі машинаның közüge oңай болмағаны үшін машинаны мушындақ үйретіш керек. Yani машина her bir kademde birden koyup gördü məsələn. Aldı bilen şəklini koyup görüş mümkün. Şoxunla ayırış üçün. Şoxlu bilen məsələn başqa bir köktatını deyil. Pidigenin ayırış üçün aldı bilen rengi karış mümkün, ya aldı bilen şəklini koyuş mümkün. Şəkli bilen ikisini bölüp gördü. Bölgenden keyin bir tarafga şoxlunu koydu, bir tarafga pidigenini koydu. Koyup bolgandan keyin bu iki grupidagi saflıqni hesaplaydı. Saflık bir numaralıdır. İkinci katı belki onun rengi bilen ayırıp görüşü mümkün. Ayırıp görgəndə ki, yana bir saflık numara çıkıdı. Şularınki qaysı saflık numara hemmeden yukarı çıksa, şunu tallap durup dərəxtinin hemminin üstüge koydu ve dərəxtini hemminin ahırgacha 10 haslığını bəzide barlığını işletiyordu, bəzide barlığını işletmeydi. Tügetkiçe aslığı koydu. Bu sünni yakınlıki birden ölü devirdeki haydiga asaslangan devir. Keyingisi ötüp ketay, bayaqı yerde belki biraz qiyinchilik Hozir bir savolni o'qitdik. Bayam mana bir oldidagi evrish degan evrishki degan gapmi deb so'rabdi. Shundaq evrishki. Mana yezish jarayonidagi xatolik bo'lib qolibdi, uning uchun men kechirim so'rayman. Tuzitib o'qib ketsanglar. Men de anasa mani göstərib bolğan boldu. Manda qilib deb o'tib ketdi. Sunni aqlninki birdan öl devri deb yuqori tanıştırıb o'tdik qo'y məsələn. Birisi qaydaga asoslanganda dedim. Mushu birdan öl devriniki asas ideyasi xuddi bir burunqi insonninki uyg'unish ideyasiga o'xshaydi-ku. Bu yerdagi birdan öl devriniki asas ideyasi bir jumla so'z bilan aytganda mutaxassislarning degani to'g'ri devri. Yani qandaq degende siz məsələn burunqi vaqtda mushu birdan öl devirdagi nurg'un sistemalar qandaq yerda qo'llanilgan desa, IBM'ning məsələn sistemalari var. Bu doktorxonalarda bemorlarga diagnoz qo'yishda qo'llanilgan. Məsələn doktorxonalarda bir ikki mutaxassis bo'ladi. Biroq bu bir ikki mutaxassisniki vaqt so'g'andan keyin qanday qilish kerak? Biroq doktorxonada nurg'un doktorlar var. Ularning hammasiga bir ikki mutaxassisga berib, u burunqi odamlar o'rgangandek ularni nima deymiz, tutib ularga məsələn uyunib shagird topib uyunib chiqishga nurg'un vaqt ketdi. Shuning uchun bir program yozish kerak. Programmani qanday yozgan deganda bemorlarningki ularningki diagnoz qo'yish jarayonini programmalab bir bilim amr qilib yozgan. Məsələn qizitma bo'lsa, yo'tilib turgan bo'lsa, zukam bo'ladi degandek. Buning o'zi bir qoida. Kompyuterda buni yozish o'ng'ay. Yani kompüter programmasida biz if else degandek shunday g'alati yozamiz. Shuning uchun buni bir qoidaga asoslangan deb deganda, shunga o'xshash nurg'unlagan shu mutaxassislarningki mayli bemorlarga diagnoz qo'yish jarayoni bo'lsin, va yoki biz yuqorida ko'rsatgandek ko'ktatlarni ayirish jarayoni bo'lsin, va yoki shu amining beshida chiqargan ba'zi vaqt o'yinlarda odatdagi o'yinlar ham qo'llanib kelgan shuningdek mutaxassislarningki fikrini va yoki mutaxassislarning aqlini bir narsaga hukm qilish logikalik jarayonini programmalab yozgan andin mashinaga hemen oldi ko'rsatgandek bir kirgizguchi muhitninki kirgizguchi qimmatlarni kirgizgandan keyin mashina shu bo'yicha mayli biz degandek logikalik usul bilan uni simbolizmi deydi. Logikalik masalan degandek logikalik mashg'ulotlar bilan yoki bo'lmasa boya biz ko'rsatgan qaror darh bilan degandek mushkul usullar bilan uningki javobini inkosini qaytargan. Bu yerdagi bir kamchilikni yana o'z menimcha bayqadinglar. Yana mutaxassislar xatolashishi mumkin. Yana bu yerdagi bizning sunniy aqlimizningki hammadan yuqori bora oladigan darajasimi, da shu mutaxassisningki hammadan yuqori darajasi. Ya'ni mutaxassisningki biliminingki yuksakligi bu sunniy aqlningki hammadan yuqori yuksak chekka desak bo'ladi. Hamda sunniy aql taraqqiyotining ikkinchi davri vaqt biroz bo'lib qolyapti, qanday biroz tez etay. Yoki tugmay qolsa balkim keyin almashtirib kesatmay.
Sun'iy aqlninki taraqqiyotninki men yozgan sun'iy aqlning 2.0 davri sonliq ma'lumotga asoslangan davr dedim. Bu davrda asosliq kelib chiqqan nurg'un tadqiqotlar odam miyasininki o'sha biologiyalik va yoki ximiyalik xususiyatlarini analiz qilib, bularni kuzatgandan keyin odam miyasiga tahlil qilib yasalgan nervi tori, mashina o'rganish tori va tavsiya qilish sistemasi qatorliqlar. Yani biz 1.0 davrini mutaxassislar degan rost davr deb ism qo'ygan. Mana 2.0 davrini undaqdan bu yerda biz sonning degan rost deb qatsaqmi bo'ladi. Bu davrdagi asosiy bo'lish xarakterlik narsa odamning miyasining anatomiyasini o'rganish orqali shu odamning anatomiyasi mana bu suratda ko'rsatilgandek holat ekanligini bayqagan. Men bu suratni biroz cho'ngaytmay hozir. Sol tarafdagi suratni men sizganligim uchun uni cho'ng qilib ko'rsatib qo'ydim desam, undaq emas, faqat chaqchaq. Olimlar kuzatish orqali biz ko'rgan, anglagan yoki tenimizdagi har turli shu sezgir a'zolar orqali sezgan muhitdagi uchurlarning hammasi elektr signalga aylanib, miyamizga yetib kelganligi va miyamizdagi neyronlarning o'rtasida yurish qilganligi. Bir qism signallarning shu ikki neyronning o'rtasidagi septon nima deymiz, shu o'rtasidagi yo'chiqdan ximiyalik signalga aylanib, keyingi neyronga yetib bora oladiganligi. Masalan, mayada ko'rib turgan bo'lsanglar, rasmdagi birda. Ya'ni aslida yenib turdi-ku. Chek turib. Bu miyada kuzatilgandagi tushirilgan surat masalan. Shu yerda ba'zi neyronlarning o'rtasida elektr signal ximiyalik signalga aylanib, bir-biri bilan o'tishadi ekan. Ba'zi neyronlarda bo'lsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi ekanda, bu ulashmaydi ekan bir-birisiga. Buni bayqagandan keyin olimlar balki shu odamning o'rganish jarayoni shunday bo'lishi mumkin deb o'ylagan. Shuning bilan bu xil ideyaga ulashtiramiz deb ism qo'ygan. Ulashtiramiz deganning asosiy maqsadi, ya'ni odamning miyasini tahlil qilib turib, odamning miyasida nurg'un neyron borki, unda bizning neyron yasaydi. Ondan keyin bu odamning miyasidagi neyronlar qandaqdir bir ma'lum bir vaqtda bir-biri bilan ulashadi ekan, unda biz ulasha oladigan qilaydi degan ideya. Albatta uni odamlar biroz tushunish uchun biroz vaqt ketgan. Keyin olimlar shu tadqiq qilish orqali munosabatlik signallarningki, odam miyasiga kelgan signallarning miyaning o'xshash bo'lgan neyronlarni qayta g'idiqlashi natijasida shu neyronlarning o'rtasidagi ulanmaning, ya'ni munosabatning barg'ansir kuchaydiganligini bayqagan. Demak, olimlar endi nima ish qilish kerak? Odam biz hozirgacha bayqagan o'rganish iqtidori nihoyat kuchli bo'lgan bir hayvon yoki kuchli bo'lgan bir zot. Undaqda biz odamning o'rnini oladigan, shundaq bir yaxshi o'rgana oladigan bir zotni qurib chiqishimiz yoki yasab chiqishimiz uchun oldi bilan odamlarni bir o'rganib ko'raylik. Odamning miyasi qanday o'rganadi ekan deganda, odamning miyasini anatomiyasini tadqiq qilib, ya'ni yuqorida degandek shundaq bir narsani bayqagan. Albatta biz hozirgacha odam miyasiningki nurg'un sirlarini bilmaymiz. Biroq bir injenerningki bir narsani yasab chiqish uchun hamma narsani tushunib ketishi kerak emas. Hamma qonuniyatni, chunki bu fizika emas, ba'zi vaqtda hamma qonuniyatni bilib ketishimiz kerak emas. Masalan, biz miyani 100% tadqiq qilib bo'lgandan keyin miyani tahlilini yasab chiqaylik deb o'ltirmaydi bu odamda. Shunga bilgan yerdan boshlab nimani ko'rsa shuni yasab boshlagan. Shu olimlar shu odamning miyasiga tahlil qilgan bir sistem qurib chiqish, ya'ni uning ichidagi tarmoq sistemalarining har bir bo'ligi xuddi odamning miyasidagi neyronlik torning ma'lum bir bo'ligining xizmatining o'ydisidan chiqqandek bir narsaning o'ydisidan chiqsa bo'ldi deb o'ylagan. Qo'yma u. Mana ko'rib turganinglar haqiqiy mana bu sizgan narsa emas. Shu yuqoridagisi bo'lsa John Hopkins degan universitet va nihoyatda danglik John Hopkins meditsinalik bo'limining tadqiqot o'rni lazer orqali olgan odam miyasidagi uchurni qabul qilayotgandan keyingi mana haqiqiy sin. Ya'ni odam miyasidagi o'rganish jarayoni. Nurg'unlagan neyronlar bir-biriga ulashgan. Ma'lumotchi biroz aqlli bir sidek qildi.
Masalan, olimlar deydi, bizning miyamizda 86 milliard, agar xatolashmagan bo'lsam, 86 milliardga yaqin neyron bor deb qaraydi. Biroq bizda burunqilar deydi-ku, masalan, miyani ishlatmasang dodlashib ketadi deb. Bu gap amaliyotda keyin olimlar bayqagan rost gapgacha bu. Bu miyangizni ishlatmasa dodlashib ketadi degan qanday tushuncha desangiz, bizning miyamizda shunchilgan neyronlar bo'lgani bilan biz miyamizni g'idiqlab turishimiz kerak. Bu miyamizdagi neyronlarni g'idiqlab turishimiz kerak. Ya'ni neyronlarimiz miyamizni ishlatish orqali aktivlashimiz kerak masalan. Aktivlash, g'idiqlash deganda biz birozdan keyin tushuntiramiz. Masalan, yangidan bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, burun bayqamagan bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, burun hech qanday bilmaydigan bir narsa o'rgandingiz bugun deyli. Shuni aql to'g'riliq, boshqa hech qanday ko'rmagan bir narsani bugun ko'rdingiz. Ko'rgandan keyin sizning miyangizda aslida bu uchurlar bo'lmasa, bu uchurlar miyangizning ma'lum bir rayondagi neyronlarni g'idiqlab, uni aktivlaydi. Ya'ni bir lampa miyangizda yongandek yanadi mana. Albatta bu lampalar bir-biri bilan elektr signal yoki kimyoviy signal bilan bir-biridan uzishib turmasa, necha kundagi yo'qolib ketadi bu. Shuning uchun ko'rgan uchuringizni siz o'ylanish orqali yoki yana bir yerdan ko'rish orqali, qayta boshqa yerlardan ko'rish orqali ma o'rtasidagi aloqani kuchaytirgandan keyin bu uzilmaydigan, dodlashmaydigan bir narsaga aylandi. Shunga o'xshash birsi odam miyasiniki masalan aktivlashdagi alanınki deyishcha aktivlashdagi muhim bir narsa ko'pni ko'rish. Ko'pni ko'rish deganda siz yolg'iz bir narsaga qarab qolsangiz bo'lmaydi. Miyangizning har qaysi rayonlarini, har xil ulanishni kuchaytirish uchun har xil narsani o'rganishingiz kerak. Siz matematik bo'lsangiz, balkim ba'zida biologiyaga qarang. Yoki bo'lmasa Uyg'ur sistemiga kelib robot o'rganing degandek. Har xil narsalarni ko'rish orqali miyamizningki aktivlanishini aşağı oldu. Meningki logikalik tefekkür degan narsa yana qanday narsa deb beray. Logikalik tefekkür degan miyangizning o'rtasidagi neyronlaringizni bir-birisiga ulashtirish orqali munosabatlik uchurlarni bartaraf qilish va munosabatlik uchurlarni ilish iqtidoringiz. Xuddiki bir kutubxona desangiz, kutubxonaga nurg'unlagan kitoblarni saqlab qo'ydingizda. Biroq siz o kutubxonadagi kitoblaringizni nerede turganligini bilmasangiz topolmaysiz degandek. Onu tepish uchun qanday qilasiz? Pat-pat shu kitobni bir aralab chiqishingiz kerak. Shu orqali o'rtasidagi aloqa kuchaydi. Yoki bo'lmasa yangidan bir kitobni elib kelib bir rayonga qo'ygan vaqtingizda shu yerga yana bir qatim borgan bo'lasizda, shu aloqami kuchaydi. Amyani bek ko'p ko'zib ketdik. Shuni bilan olimlar birozdan keyin desakmi bo'ladimi, perseptron degan bir narsani chiqadi. Perseptron ma'nodan biroz qiyinroq. Perseptron degan sezish degan so'z inglizcha davomida. Ya'ni sezish sezgi mashinasi deb tarjima qildi uni uyg'urcha. Shundaqroq bir narsa chiqargan. Biz shularningki, ya'ni o'sha neyrolog to'rini tushunish uchun biz oddiy bir misolni qo'ydim men. Bu misol nima bu sun'iy aql nima ish qiladi deganda, bizning miyamizdagi neyronlarningki albatta bu yerda oddiy misol, faqat bir qat. Shu neyronlarningki jismlarni qanday turga ayirish yo'li bo'yicha mashinalashtirilgan. Raqamning ichidagi shu sho'xlama emasmi deganiga javob beradigan neyronlik tor. Biz bu yerga biz kirgizgichi deganda biz bergan bir ko'ktatningki xususiyatlarini kirgizamiz. Kirgizgandan keyin mana neyronlarni qaraymiz, qaysi neyronlar yiqiladi, yiqilmay shuni asosan egirishning natijasini hisoblaymiz. Hozir men buning qanday bo'lganligini ko'rish uchun keyingi narsani ko'rsatdim. Bu o'tmay qoldimi, qanday qoldi? Qaytadan yana bir bosay. Endi ishildi. Yana biz sho'xilni analiz qilsak, sho'xilningki masalan rangi sariq bo'lishi mumkin, qizil bo'lishi mumkin, uzunchoq bo'lishi mumkin, yumaloq bo'lishi mumkin degandek. Ularga biz salmoq beramiz. Noldan birgacha. Shunda 0dan 1gacha salmoq beramiz. Hamini qo'shib kelgancha bir bo'lish kerak bu. Salmoq bergandan keyin
Ba'zilar o'ylashi mumkin bu so'qilniki seriq bo'lmaydigan nima qilib so'qilniki seriq deb newtondan biri ko'paytib qo'yganda deb. Bir matematikalik modulni o'ylash jarayonida bizda yana bir narsa bor, shu injenerlikda, matematikada emas deydi. Ya'ni ommaboplik. Masalan, ma modul hozir sho'qilni tonisa, birozdan keyin buni boshqa ko'ktatlarga ishlatib qilishimiz mumkin-ku. Albatta men buni bek oddiylashtırdim. Shuning uchun biz amaliyotda bu xususiyati degan yerga barliq ko'ktatlarning xususiyatini yozishimiz kerak. Mayli u sho'qilning bo'lsin bo'lmasin. Andan keyin faqat u sho'qil yo'q bo'lsa, uni ilaqi vazni tushirsak bo'ldi masalan. Buna berilgan ig'irlikning massasini biroz tushirsak bo'ldi. Shu orqali masalan sho'qlar Newtondan 8 degani erishdik o'ng taraf kirasidan. Buni qanday erishdik desangiz, seriq deganga men faqat masalan, seriqmi? Yo'q. Biroq seriq emas bo'ldi. Ham sal pishmagan yoki nordayrak qurtib ketgan bo'lsa, ba'zilar seriq qilish mumkin. Ben yaxshi to'g'ri analiz qildi. Ya'ni sho'xilning kelib pishmagan vaqtda degan vaqtda seriq bo'lish mumkin degandek-ku. Mushu vaznni berib, xususiyatlarini yo'llagandan keyin biz ularni ko'paytirib chiqargan sonni masalan yuqorida 0.8 qanday qoldim desangiz, oddiy deb qo'ydim amaliyotda. Bir ko'paytimiz 0.1, bir ko'paytimiz 0.4, bir ko'paytimiz 0.1, bir ko'paytimiz 0.4. O'ng tarafga suratga qarab masalan. Qizil. Shuni bilan uni ko'paytgandan 0.8 chiqdi. 0.8 bizningki o'ttirdagi chek holati deymiz. Buni men 0.5 oldim masalan. 0.5 dan yuqori chiqsa masalan olgan nomeri sho'qli ekan deb jazmlashtiramiz. 0.8 dan 0.5 dan tuvan bo'lsa sho'qli emas deymiz. Albatta bu oddiy neurolog turi bo'lganligi uchun biroz murakkab narsalar qilinmaydi. Masalan bu qizil yumaloq lazob qasmi sho'qlar deb chiqirdi. Shuning uchun olimlar albatta buni taraqqiy qildirish kerak. Olimlar taraqqiy qilgandan keyin baya biz ko'rsatgan bir qavat masalan uni ikki qavatga o'tishni bir ma'no deb o'tadiganmiz. Baya men sizga sho'qilni bo'lish modulni ma'nodagi matematiklik tushuntirishga bo'ladi. Ya'ni kirgizgichi miqdorlar bor, o'rtasida ularning salmoqlari bor. Bundan keyin u salmoqlar bo'yicha hisoblab ko'paytirib qo'shimiz, qo'shgandan keyin step function deydi u. Step function baya biz mingimizni aktivlaymiz dedik, shuna o'xshash activation function biz vaqtda. Biz o'gan sigma function qo'llanamiz. Hozir buni faqat anglab qo'ysanglar bo'ldi. Agar qiziqganlar bo'lsa, suhbatdan keyin sigma function deb izlasanglar, undan mazmuni chiqadi. Mavo ichida masalan Muhammed Uyg'ur scientist perception debdi, nice to'g'ri. Ya'ni biz baya ko'rsatgan, men hozir qarayotgan narsa ham shu perceptionniki, o'ziniki. Shu vaqtdagi sun'iy aqlniki, perception degan shu vaqtdagi sun'iy aqlniki nice muhim bir tipik ulgisi, men ko'rsatayotgan shularningki asosiy prinsipi. Kelarkisiga o'tib ketsak, men aslida biroz ham o'zimiz ishlab o'taylik, biroq vaqt munosabatidan kechiringlar, bugun biroz tez so'zlab o'taylik. Albatta Ma'rasini yana qaytadan chiqdi. Menimcha mening bu yerda yozg'im kelgan narsa boya deb o'tib ketdim. Bu faqat bir liqat bo'lganligi uchun nurg'un murakkab masalalarni hal qilishda yetersizliklar ko'p dedim. Shuning uchun olimlar 10 necha yil o'ylanish orqali bu bir qat bo'lmaydi ekan, buni ko'p qat qiladigan bir natijaga erishgan. Shuna ko'p qat qilgandan keyin buningga biz yana bir masalan buning bir ideologiyasini deb o'tib ketsam, ko'p qat qilishda maqsad har kim o'z ishini qilsin, yaxshi qilsin deydigan bir narsa kelgan. Ya'ni oldingi vaqtda mayli u qanday xususiyati bo'lsin, uni turiga ayirmasdan, rangi ulamda, cho'ng kichik ulamda hammasini bir qat qildik, bir yerga sizdik. Albatta u hammasi bir yerda bo'lganligi uchun xuddi bir faqat yolg'iz bir qiymat deb o'ylasak, yolg'iz bir vektor deb o'ylasak, matematikalik hisoblashga o'ng'ay bo'ladi-da. Biroq uning kamchiliklari ko'p bo'ldi. Undan keyin olimlarimiz necha yillik tirishish orqali bunday bo'lmaydi ekan, bu matematikalik hisoblash qiyin bo'lsin, kompyuterlar taraqqiy qilyapti deb ko'p qatliq yoki bo'lmasa ko'p qavatlik neurolog turni o'ylab chiqqan. Ma'lum ko'p qavatli neurolog tur amaliyotda bizningki shu biologiyalik miyamizning neurolog turiga bakroq o'xshaydi. Bizning biologiyalik neurolog turimizmi hozirgi birozdan debatimiz cho'nqur o'rganish deganda cho'nqur neurolog tur degandek nurg'un qatlari bor.
Şunda oylap çıkan biz bayağı degan meseleni bu köp katlı nörolog torga almashtirsak, yana ma'nodek almashtira olamiz. O'tirdagi salmoqlar qilaverdi, masalan, yuqoridagi W1 deganda 1-2 deganda shunday qilaverdi. Bunadaki masalan biz 3 qat bo'lganlik uchun, men bu yerda albatta buni oddiy misol, 3 qat bo'lganlik uchun birinchi qatda nimani qarayli dedim. Ila tuproqning ustida desamda, bu narsa tuproqning ostida turgan narsami degan qarasak, ikkinchi qatda uning shakliga qarasak, uchinchi qatda rangiga qarasak deb misol oldim. Unda bo'lsa, bu yerda ko'rib turgan, o'ng tarafda ko'rib turgan suratni mushuga salsak, qanday bo'ladi? Al ustida degan neyron yanadi. U neyrondan chiqqandan keyin yumaloq degan neyron yanadi, yoki bo'lmasa neyronga qo'shiladi, ulanadi. Yumaloqdan hamma ostidagi qizil deganga ulanadi. Ulangandan keyin qanday bo'ldi? Chiqa oladi. Ya'ni ma'nodek bir qilalatda bu xuddi miyamizdagi neyronlar bir-biridan ulanib, signalni yetkazib, hamma oxirida inkas qaytugandek shunday natijaga erisha olamiz. Bu mashinalik o'rganish. Buning o'rganish jarayoni yuqorida aytgandek salmoqlarni to'g'rilash jarayoni. Qanday salmoqni qo'shsak, masalan, albatta bu 1 bilan 0 ning o'rtasidagi narsa emas. Bu yolg'izlikka 1 yoki 0 emas demakchi-da. 1 bilan 0 ning o'rtasidagi bir salmoq. Masalan, usti osti degan muhimi sho'xlini ayirish uchun yoki ularning shakli bakroq muhimi yoki oq qora yashil qizil deganlar bakroq muhimi deganni o'rgatish orqali to'xtamay masalan qayta tekshirish orqali o'tirib qo'ydigan narsa. Ya'ni bu bizningki yuqoridagi W larninki qimmati. Bularni to'xtamay qaytadan tekshirish orqali yandek hisoblab chiqamiz. Buning o'rniga bir masalan qizil muchni qo'ygan vaqtimizda yana ma'nodek ulab olib berishimiz mumkin. Agar siz diqqat qilgan bo'lsangiz, bunimi yetersizligini bayqaysiz. Masalan, qizil much ham pomidorga o'xshash qizil, ya'ni uzunchoq bo'lib qolishi mumkin. Yoki yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Qizil muchning yumaloqlari bo'ladi deb o'ylayman ba'zida. Qizil much masalan yumaloq, pomidorga o'xshash qizil, ya'ni ustida bu vaqtda qanday bo'ladi? Buni pomidor deb hisoblab chiqarib berdi bizga bu sistema, hozirgi sistemamiz. Shuning uchun buni masalan texnik yaxshi ayirish uchun yoki biz texnik ko'p yangi neyronlik qavatlarni qo'shishimiz kerak. Amaliyotda bizning miyamizningki neyronlari bunday oddiy emas, uning qavatlari nurg'ulg'an ko'p. Sonliq ma'lumotga asoslangan davr deganda men endi mana ma'nodek biroz murakkab neyronlik turini qo'shib qo'ydim. Shuning bilan olimlar oddiy bo'lgan neyronlik turlarninki nurg'un masalalarni hal qilishda yetarli emasligini bayqagandan keyin ularninki bu murakkab masalalarni hal qilish yo'li yangidan qatlarni qo'shishga boshlagan. Ya'ni yangidan qatlarni qo'shish orqali balki masala hal bo'lib qolar deb o'ylagan. Haqiqatan shunday bo'lgan. Masalan, bu yerda men ko'rsatib turganimiz Jan Lökün degan kishiningki, men burun bu kishiningki maqolalarini ko'p o'qigan, meningki maqolam shunday munosabatli bo'lganligi uchun. Jan Lökün degan kishiningki CNN degan to'rningki qurilmasi. Albatta bir masala bor masalan. Nəhayət ko'p qatliq neyronlik to'r bo'lgan vaqtida buni hisoblash nəhayət qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu Jan Lökün degan kishiningki yangilik yaratgan bo'lsa qanday desa, bu kishi o'ylagan, biz odamlar ba'zi vaqtda konkret xususiyatlarga emas, ba'zi narsalarningki abstrakt xususiyatlarga qaraya olamiz. Shuning uchun biz har bir qavatni bir-biri bilan ulamasdan bir necha qavatni biriktirib, bir abstrakt bir xususiyat deb qarab, anda bu shunday abstrakt xususiyatlarning o'rtasida ulashtirib kelsak qanday bo'ladi deb tadqiq qilgan. Bu o'yinning natijasida nihoyat yaxshi natijaga erishgan. Shuning bilan shu CNN hozirgacha naql qilingan nihoyat muhim maqolalardan birisi. Undan keyin yana ba'zi olimlar o'ylagan, unda bo'lsa oldidagi Jan Lökün har bir qavatni bir-birisiga qo'shmasak ham bo'ladi ekan deydi. Unda bo'lsa biz balkim ba'zi qavatlardan bevosita sakrab o'tib ketsak, ammo oxirgi natijasiga ancha ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lishi mumkin-ku deb o'ylagan. Hem shuni matematikalik yozib chiqqan va mushu ideyaning asosida kelib chiqqani resmet. Albatta yana ba'zi ideyalar bor.
Ba'zilar o'ylashi mumkin, shu ilm fanda yangilik yaratish nihoyat qiyin deb. Masalan, biz deyapmiz, bu unda qiyin narsa emas, hammanglar tirishsanglar, buning mohiyatini tushungandan keyin ba'zi narsalarning o'ng'ayligini bilasizlar. Masalan, mana bu hozir ko'rsatayotganimiz DenseNet bu nihoyat muhim bo'lgan neurolog torning qurilmasi. DenseNetning logikasi yuqorida siz ko'rib turibsizlar. Bir sakrab, bir ulab yoki bo'lmasa ikki sakrab, ikki ulab degandek ikki turi bor buning. Shu o'yin shu. Xuddiki odam o'yin o'ynab chiqargan ideyadek shu. Birisi deydi ekan, biz hamma qatni qo'shib ko'rsak da qiyinga hisoblashga. Shuni ba'zilarni sakrab ketadi desa, sakrab ketib, shuni bilan keyin qarasa, mayli, natijasi ancha yomon chiqmagan. Chunki biz hozirgacha masalan, odam mengisi qandaq %100% qandaq ishlayotganligini bilmagandan keyin qanday qilish kerak, har xil sinab ko'rish kerak. Sinash orqali natija bilan selishtirganda yomon emas chiqsa, bularni yaxshi shundaq tarixda qoladigan ismlar bilan qilib qoladi. Endi shunday aqlninki üstünlüğü devri, cho'nqur o'rganish devri. Yuqorida ko'rdinglar, ResNet bo'lsin, CNN bo'lsin, ularningki nurg'un qatlari bor dedik. Biroq 2010-yillardan boshlab bu odamlarni hayron qoldirgudek nurg'un qatlar chiqishga boshladi. Buning bir sababi sun'iy aqlninki sun'iy aqlga kerak narsaninki uchini biz bir mayl deb o'tmadik. Birisi uçur manba, yani sonliq ma'lumot 2010-yillarning oxirida bizda big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot degan narsa chiqib boshladi. Ya'ni yetarli sonliq ma'lumot bo'ldi. Ikkinchisi bizda shu Nvidia qatorliq shirkatlarniki CUDA texnologiyasi qo'llanilgan grafik kartalar chiqib boshladi. Yetarli hisoblash bo'ldi. Uchinchisi odamlar asosiy jihatdan bu mashina o'rganishni yoki bo'lmasa sun'iy aqlni qanday o'rgatishninki yo'lini tepib oldi. Ya'ni biz yuqorida ko'rsatgandek odamning miyasini tahlil qilib turib, shunday neurolog torlarni shuni tahlil qilib yasaversak bo'ladi degan narsani bir to'g'ri yo'lini tepib olgandan keyin 2010-yildan boshlab asosliq olimlarningki taraqqiy qilish yo'nalishi neurolog to'g'rilarningki qat soni bilan neurolog to'g'rilarningki unumini oshirishdi bo'ldi. Masalan 2012-yili Nobel, ya'ni bu yil mukofot berishdi, Nobel mukofotiga. O surat tutgan Geoffrey Hinton degan kishi. Shuning bilan 2012-yili, ya'ni kim bor desanglar, shu OpenAI shirkatininki bosh injeneri, tadqiqotchisi, GPT'ninki kashfkori Tony Slee balkim, Ilya Sutskever degan Ilya. Shu ikkisi birlikda 60 million parametrlik 650 necha ming neurolog AlexNet degan narsani chiqadi. U hammaning yuqori tarafida turgan, mavzuning sol tarafida turgan network. Bu nihoyat murakkab. Bu allburun mushu vaqtda odamlar biroz tushunib emas, bu o'tirsa nima bo'layotganligini. Biroq uni 60 million parametri va 650 ming neyroni bor. Keyin mushu vaqtdan boshlab bu davr o'zgarib ketdi. Nimishqa? Bundan burun masalan, buning qatdan az vaqtida odamlar hech bo'lmaganda qiyos qilib degandek, o'ylanib degandek. Buning har bir qatninki qanday mohiyati va har bir qatda nima ish bo'lyapti, har bir qatninki nima uchun chiqaryapmiz degandek bir narsani bildi. Bo'lmaganda buni til bilan ifodalash, odamlarga tushuntirish biroz qolaydi. Biroq men 2012-yildagi shu maqoladan boshlab odamlar asosiyatdan buningki shakli yoki qurilmasi barg'on siri murakkablashib, odatdagi odam va yoki hatto shu sohada biroz iznatli odamlar asosiyatdan buni o'ng'aychilik bilan tushuntirishga bo'lmaydigan darajaga yetdi. Hatto bularningki parametrlari, bularningki biz degandek shu qatlamlari nihoyat cho'nqurlashib ketdi. Shu sababdan biz bu vaqtda chiqqan neurolog to'rini biz cho'nqur neurolog to'r deb boshladik. Albatta buni cho'nqur neurolog to'r deb boshlagandik. Mana Hinton 2016-yili bir maqola e'lon qildi. Deep learning deb, ya'ni cho'nqur o'rganish deb. Uning oldida bu ishning ismi cho'nqur neurolog to'r. Bu kishi cho'nqur o'rganish deb ism bilan bir maqola e'lon qilgandan keyin bu ishning hammasini hozir biz cho'nqur o'rganish deymiz. Shunday bir narsa bo'ldi. Albatta, mana bu aslida turgan narsa balkim ba'zilar ko'rgan bo'lishi mumkin.
bu hemmenin aslındaki sol tarafta tuğan bu yani bu kurulma. Bu kurulmanın özünü bir çoğunkur neyrolog torunun kurulması, yoki çoğunkur ögünüş kurulması. Bu kurulma şu Google'ninki çoğunkur menge degan grupsi. Bular mush yil bir Nobel mukofoti oldi ximiyadan. Nobel Ximiya mukofoti. Şu vaqtki şu grupning ichida ishlayotgan va hammaninki o'ng taraf ostida turgan o kishining ismi Ashish qo'ydim. Ashish Vasvani qatorliq odamlar e'lon qilgan Transformer degan şu cho'nqur neyrolog torninki qurilmasi. Bu turgan qurilma. GPT degan so'zni agar inglizchada qarab ko'rgan bo'lsanglar, GPT degan so'zning ma'nosi Generative Pre-trained Transformer degan so'z. Shu yerdagi Transformer degan so'zmi shu? Baya biz degan shu qurilmadan kelgan. 2010-yilda, 2012-yilda e'lon qilgan maqoladan keyin mush yangi tipdagi neyrolog torlarning qurilmasi chiqib boshladi. Ba'zilar o'ylab qolish mumkin, men o'ng'ay turdi bu, faqat softmax linear bloom deb yozib qo'yibdi. Bunday emas, bu har birisining ichida nurg'unlagan bor. Faqat buni sizib ko'rish mumkin bo'lmagani uchun bularni abstraktlashtirib chiqarib qo'ygan. 2015-yilning noyabrida Nobel mukofotiga erishib bayda o'tdik Hinton. 2015-yilda mayda e'lon qildi. CNN'ning aktori baya emin oldi ko'rsatib ketgan, men ko'p o'qidim degan. Aktori Yanli kun degan odam bilan Joshua Bengo degan adam bilan. Bu Toronto universitetininki sun'iy aql tadqiqotchisi. Bu kishi nihoyat yaxshi kishi. Buning maqolalari nihoyat yaxshi. Shular birlikda cho'nqur o'rganish degan ismni qo'ydi endi. Maqola e'lon qilib, bu ismni shular rasmiy qo'ygandan keyin hozirgacha cho'nqur o'rganish deb yozyapti. Yuqorida yozibdi deep learning shunday. Maqolaning ismi deep learning, shundan boshlab hammamiz deep learning deydigan bo'ldik. Burun ismini o'zgartdi. Burun ismi uning cho'nqur neyrolog torti. Albatta endi bu narsani men shoxilni, pomidorni olib kelganini buni ko'rsatib bo'lmaydi. Buni ko'rish qiyin. Biroq balkim keyin mumkin bo'lsa, bu shuning bir kodini yozib chiqarib qo'yishga mumkin bo'lishi mumkin. Bu texnologiyani qo'llanib. Shuning bilan asosiy gapni GPT-gacha kelib so'zladik. Sun'iy aqlninki 4.0 davri, men buni hukmronlik davri deb ism qo'ydim. Buning vaqtiga 2030-yildan keyin deb yozdim. Men bir nima deymiz, fantaziya yozuvchisi emas, men bir injener. Kelgusida nima bo'lganligini men bilmayman. Biroq hammamiz boya deganimizdek insonlarning kamida yaxshi bir qobiliyati bor. O'ydirib chiqarish deydigan. Shuni men o'ylab o'zimning o'ylanganlarimni o'ydirib chiqarib bir narsalarni yozib qo'ydim. Bularni deyishdan burun men internetda bayqagan, internetdan ko'rgan bir maqolaninki avtori bilan bir tanishib o'tsak, G'ulji shaharlik Dadamtu qo'ydaymi? Maktabning ismi. Dadamtu o'tir maktabining o'quvchisi bizning ichimizdan chiqqan Qosim Sidiq degan apandi mashinaning odamlashishi va odamning mashinalashi degan temada bir maqola e'lon qilgan ekan. Bu maqolaning qaysi kuni e'lon qilinganligini bilmayman, biroq maqolaning mazmunini o'qib ko'rishinglarni arzu qilaman. Nihoyat yaxshi o'ylangan. Ya'ni bizning ichimizdami, bizning Uyg'urlarning oramizdami nihoyat cho'nqur shu mashinlashish yoki mashina degan narsalar ba'zi vaqtda sun'iy aql bilan o'xshash ketsak bo'ladi. Mushular to'g'riliq o'ylangan. Bular kelgusida qanday bo'ladi? Bular kelgusida odamlarning o'rnini olamdi degandek nurg'un narsalarni o'ylagan. Hatto bu kishi ma'rif bilan birlashtirgan. Bu maqolasini men ismini qo'yib qo'ydim. Sizlar o'zinglar keyin internetdan qarab ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi mening so'raydigan bir necha savolim bor. Albatta, masalan, manadek maqollar haqiqatan odamni zo'qlantirdi, chunki bizning ichimizda shunday odamlar bor. Balki bizning ichimizda yana nurg'unlagan sun'iy aql tadqiq qilayotganlar bor. Yana nurg'unlagan sun'iy aqlniki algoritmlarni yozayotganlar bor. Bu albatta
keyin hammamiz birga kelsak, texmi cho'nqur, balkim belli ugunib, texmi cho'ng izlanishga bo'ladi. Men ham ayada so'raydigan bir necha savolim bor. Vaqt. Men savol so'rashga vaqt bormi, yo'qmi yoki? Ba. Maqollik qismsizlik bu hozir emas, bu 50 yilcha burun. Shunday. 50 yil burun 1971-72 shu aralıqlarda yozilgan maqola ekan. Mesela maqolninki içine o'qib ko'ringlar, nurg'un narsa odamni o'ylantirdi. Albatta ba'zi kamchiliklarmi bor. Chunki bu o'tir maktab o'qituvchisi ekan. O'tir maktab o'qituvchisi shu nihoyat cho'nqur bir narsalarda o'ylanganda bizning ichimizda, bizning aramizda shunday odamlarning bo'lishi jamiyatda biz uchun bir boylik. Mening yana deb o'tadigan narsam, bizning yerimizda turgan nihoyat murakkab ko'rinadigan narsalarni agar biz tirishib izlansak, menimcha bizmi qila olamiz, bizmi o'rgana olamiz, bizning hech qanday boshqa xalqlardan o'xshamaydigan bir qurilmamiz yoki bir a'zosimiz oz emas yoki ko'p emas. Bizmi qilib ketgan bo'ladi. Albatta hamma narsaga vaqt ketadi. Faqat o'z-o'zimizni azozini aralashtirib, boya degandek ziyon funksiyasimizni miqdorini tuvallatib birga olsak bo'ladi. Mening so'raydigan bir necha savolim bor. Agar internet nihoyat uzun bo'lib ketdi, bu suhbat hozirgacha zerikmay o'tirib anglayotganlar bo'lsa, bir savol, sun'iy aql odamlarning o'rnini ola olamdi degan savol. Buni inkos orqali javob beraman. Inkos orqali yazsanlar. Hamma soni biroq o'qib tashlay, shuning bilan xohlagan biriga javob yozsanlar bo'ladi. Ikkinchisi, odamlarga chip kirgiziladi kelgusida. Uchinchisi, kelgusidagi odamlarning qiymati nima? To'rtinchisi, nima uchun bir qism olimlar sun'iy aqldan shuncha qo'rqadi? Bu savollarga javoblar kelib bo'yicha sizdan so'ragan savollarni deyapman. Bo'ldi. Kechikib boshlab qoldik. Kompyuter kashlar sardik shuncha baldir tayyorlagan bo'lsak-mi gerçi. Saqlayotgan nurg'un kishilar saqlab turibdi, ular saqlaganlar uchun rahmat. Nurg'un assalomu alaykumlar yozibdilar. Va alaykum assalom. Endi Burhan ma'lum so'rabdi, hozir akademiyada, Uyg'ur akademiyasida demoqchi, sun'iy aqlni ishlatish qo'rqinchi bor, ishlasa bilan bo'lmam degandek siz qanday so'raysiz deb siz so'rashdan burun so'rab o'tdik. Sun'iy aqlni ishlatish tarafdan qo'rqinchi bor degan narsadan men bu savolni biroz konkretlashtirishga bo'lamdi masalan. Hozir ko'ratam, ko'mayotamdi. Bu savolni masalan chunki men agar mumkin bo'lsa biroz konkret bo'lmasa, aytdi. Savol emasga, lekin nihoyatda ixlos bilan ko'rayotganlar va sun'iy aql faqat sifirlar tayinli undan boshqa xulosa chiqardi, lekin inson aqli barliq ishlar faqat logik talabda lo'kim qilmasin, ya'ni hissiyot va o'ydirish bilan yangi unsurlar, yangi omillarni qo'shish mumkin. Analiz qilib lo'kim chiqarish. O beshitki va sunumning eng beshitki batlariga oid gaplar. Bunda so'rabdi. Mashinlarning bilan, ya'ni mashina o'rganish bilan sun'iy aqlning o'xshashligi farqi nima debdi. Keyingi batlarda bor buni javobi. Mashina o'rganish bilan sun'iy aqlningki o'xshashligi nimasi deganda men mana deb o'tib ketay. Sun'iy aql degan biz ko'p vaqtida masalan men dedim, sun'iy aql degan tutqilanmaydigan, buningki hatto aniqlanishini aniq bo'lmagan, har xil odam har xil javob beradigan bir marketingda qo'llanilgan so'z. Bu odamlarning bir ideyasi, bir ideologiyasi. Ya'ni odamlarning maqsadi o'zining o'rnida ishlaydigan bir mashina tepish. Ya'ni men qiladigan o'ylanishni mashina o'ylansin. Men beradigan javobni mashina bersin. Men qiladigan ishni mashina qilsin deb. Odamdan boshqa narsaning hammasini qiladigan odamning xizmatini taqlid qiladigan mashina, mayli programma bo'lsin, bularning hammasi sun'iy aql. Shuning uchun bu sun'iy aql degan nihoyat cho'ng bir hukm, bu bir marketing uchun qo'llangan hukm. Ba'zi vaqt biz deb qo'ymizga nihoyat aqsa gap qiladi. Bu aqsa gaplarining birisi. Hozir nurg'un shirkatlar masalan alloh kuni qarasam, Yaponiyaning shirkati hojatxonada sun'iy aql qo'llanmoq degandek bir narsani yozibdi amniyatda. Shunga o'xshash bu hozir sun'iy aql degan masalan bir sodada bir narsani yangi hukmga kirgizib, buni ko'p tartish kerakda.
Shuning uchun sun'iy aql hozir hamma yerda qo'llanadi. Bu sun'iy aql bir texnikalik uqum deb o'ylasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bir marketing uqumi deb o'ylasangiz ham bo'ladi. Ya'ni mashina o'rganish degan bu bir injenerlik uqum. Ya'ni mashinaga odamga o'xshash asta-asta o'rganib bir qobiliyatni yetildirish yoki bo'lmasa hukm qilish iqtidorini yetildirish jarayonini qo'llangan bir turlik algoritmlarningki umumiy ismi mashina o'rganish. Ya'ni bayqadingiz, mashina o'rganish degan biroz haqiqiy narsa. Ya'ni tutqilib o'qigan, ko'rgil bo'ladigan, tekshirgil bo'ladigan, bilgil bo'ladigan narsa. Shunga masalan cho'nqur o'rganish deganni bildingiz. Cho'nqur o'rganish degan nurg'un qatlamlarni ko'paytgandan keyin neyronlik torlarniki, masalan cho'nqur neyronlik torlarni biz cho'nqur o'rganish deb shunda qilamiz dedik. Bularmi shunda? Bu bir metod yoki bir masalani hal qilishningki yo'li. Bu sun'iy aql degan bir uqum. Bo'ldi, rahmat. Undaqda yana bir savol nimishqa ChatGPT demoqchi. O'zbekcha gap qilib turdi. Hozir ovozli, uyg'urcha ovozli nimada? Uyg'urcha ovozli gapirsak o'zbekcha gap qilib turib oldi deydi. Buningki bir sababini deb o'tgan vaqtimizda Tahlillaymiz. Buning bir sababi biz boya degandek mandaqcha o'ylasangiz bo'ladi. Mayli ChatGPT bo'lsin, mayli boshqa sun'iy aqllar bo'lsin, ularning hammasiningki boyiti degandek bir tarafdan nurg'unlagan uchur ma'lumotlarni o'rganish, yana bir tarafdan bo'lsa ma'lum bir funksiyaningki qiymatini to'vallatgan yoki a'lolashtirish jarayonida shunga munosabatlik javob qaytarish. Bu yerdagi uyg'urchani o'zbekchaga o'xshab javob berganning sababi yalaka biz sizga qora sandiqninki so'l tarafidami, o'ng tarafidami o'ylanib ko'rsangiz bo'ldi. Buning sababi biz amaliyotda qora sandiqning ichida bu sun'iy aql ko'rgan yoki o'rgangan uyg'urcha uchur yoki uyg'urcha ma'lumotlarga oid oz. Shuning uchun sizdagi kirgizuvchi miqdorlar garchi uyg'urcha bo'lib turgan bo'lsa-mu, u o'zida uningga mos keladigan bilim bazasidagi mazmunlarni tepib chiqishi qiynalganligi uchun uningga hammadan yaqin keladiganday javob berdi, qo'llanadi. Uyg'urchaga masalan til tadqiqotshunoslar biladi, uyg'urchaga oid yaqin keladigan til o'zbekcha. Shuning uchun u yaqin kelganini elib sizga javob berib oladi va shu sababdan shu o'zbekcha bo'lib qolgani. Shuning uchun agar buni hal qilishning yo'li deganda oldi bilan uyg'urcha nurg'unlagan materiallar, uyg'urcha so'z ombiri, uyg'urcha buni masalan kasbiy tilda korpus deydi. Uyg'urcha korpuslar bo'lishi kerak, ovozli korpus bo'lishi kerak, so'z korpusi bo'lishi kerak, tekst korpusi bo'lishi kerak. Bularni o'sha sun'iy aqlni o'rgatish jarayoniga qo'shilish kerak. Shu orqali uningki bazasidagi uyg'urcha va uyg'urchaga yaqin keladigan bilimlari ko'paydi. Shu orqali sizning savollaringizga keyin uyg'urcha to'g'ri va texnik yaxshi javob beradigan bo'ladi. Albatta hozir GPT'ninki uyg'urcha so'zlashishi biroz o'zbekcha bo'lsa-mu, javob berishi yomon emas uyg'urcha. Bargan sir yaxshi bo'lib chiqdi. Masalan, GPT'ninki hozir hammadan keyingi nashri telefonlaring oldida bo'lsa, GPT-4o degan nashr bor, yoki 4o Preview degan nashr bor. Agar sizlar shirkat hisobi bilan ochgan bo'lsanglar, sizlarga GPT-4o beta degan nashr chiqadi. Shu nashrda deb sinab ko'rsanglar, uyg'urcha tekst orqali javob berish iqtidori yomon emas. Rahmat. Endi bakchiq enikaslar yozibdi. Rahmat ham enikasiz. Bayamqa tamoq etish to'g'riliq qiliq. Ya tamoq tavsiz to'g'riliq narsalar imchaqni yozibdi. Ularni siz ko'ra olasizmi ham deylik. Nima bo'lgan bo'lsam, shu kundagi kayfiyatda qaysi xil tamoq xamirmi ko'rishmi, qiyinlik qalamdi degandek nurg'un omillarni o'ylashib turib, qaraqan bo'ladim, yoki işte javob bergan bo'ladim. Havasga diqqat qilinmagan u degandek narsalarni debdi. Albatta, tafsirlashtirsak ham tafsirlashadi. Bayam cybernetics to'g'ri gapni, system engineering degan gapni Chanshesining gapini debdi. Chanshesi ayni vaqt system engineering va cyberneticsda Amerikada ko'rinibdi deb. Shunda men o'qimadim, balki bomba to'g'riliq so'z degan bo'lish mumkin. Shundaymi masalan? Cybernetic
50-ci illardagi adamlarni tunishtirib qilgan vaqtda. Şunun içindeki Weiner Ha. degan kishini tanishtirgan vaqtidagi so'zi to'g'ri deydi. Bunun bilan biraz aloqasi bor. Buni masalan qanday yerlarda qo'llaniladi deganda, hozir biz pul muomala iqtisod, ya'ni finans ilmida qo'llanamiz masalan turaqsiz, taxminligi bo'lmaydigan miqdorniki harakatini analiz qilish uchun qo'llanilgan bir proses. Buni bomba degandek narsalar qo'llanadi. Yana bu aloqatorda qo'llanadi. Matematikaning bir bo'ligi. Ondan başqa biz siz bilan tanishtirib vaqtda iliqi uzluksiz inkaslar yozilib mabdu. Iliq logikalik to'g'riligi belə o bu degandek narsalar to'g'rilgan ekan. Meningki aktivlash, o'rganish uchun davomli qidiqlab neyronlarga bir-biri bilan bo'lgan bog'lanishni aktivlab turish to'g'riliq gaplar, narsalar yozibdi. Davomli qiliq meni qidiqlab turgan ushaq barmoqlar yaplish oyunlarni ko'proq o'ynasa men yaxshi yo'lda kichik bolalarni deb. Bundan deb turgan boshqa maqolani onu uchun so'rabdi, pasniki. Uni men bek topamdim lekin. Qasım Sıdıqning maqolasi Uyg'urcha Wikipedia'da bor. Barmi? Odamning mashinalashi, mashinaning odamlashi deb desanglar. Undan boshqa burun Bog'dash degan tor bekatning arxivdagi burunqi Uyg'urcha tor betlar shu adlar qarang yo'llab qo'ydim debdi. Dilimratgan qarang deb. Undan boshqa yana boshqa Uyg'urcha maqolani ismini ko'r. O javob berdi. Endi savolga javob ketdi hali. Ba'zi funksiyalar adamlarning ba'zi funksiyalarini, ya'ni ba'zi qilalar ishlarni o'rin oldi, ammo insonlarning o'rnini butunlay ilishni tayinlab faqat insonlar yordamchi o'rni xizmat qiladi. Necha yillarga robot mashina adam insonlarning ba'zi jismoniy xizmatni o'rin olgandek debdi. Yana bir ko'ruvchimiz debdi. Doktor. Texnologiyaning taraqqiyotini bu qadar tezlikda savollarga undaq yoki emas deyish tez kes nuqtasidan qaraganda nurg'un to'yon qatlamli kasblar yo'qolib ketishi mumkin debdi. Shunday gaplar ketdi. Masalan, bu yerda men savollarni nega qo'ydim? Men qaytadan savollarni chiqaray. Birinchi savol deganimizdek, sun'iy aql odamlarning o'rnini ola olamdi deganda, odamzodning tarixiga qaraydigan bo'lsak, burundan boshlab, amaliyotda masalan doktorning degani to'g'ri. Haqiqatan burun robotniki maqsadi odamlarningki bir qism funksiyalarni elib, odamlarga yordamchi bo'lish. Shunday maqsadda qurilgan, yasalgan. Hozirda bizning bu birinchi savolga javob berish uchun hamda to'rtinchi savolni birga olib ketishim kerak. Masalan, nima uchun bir qism olimlar sun'iy aqldan shuncha qo'rqadi degan. Biz odamzod burundan o'zimiz bilmaydigan narsadan qo'rqamiz, u birinchisi. Ikkinchi birisi biz tushunolmaydigan narsadan qo'rqamiz. Bu yerda men belki cho'nqur bir narsa desam, ba'zi diniy munosabatli narsalar chiqib ketishi mumkin, biroq biz bilmaydigan narsadan qo'rqamiz, ikkinchisi tushunmaydigan narsadan qo'rqamiz. Bizning fan texnikimiz masalan Turing degan ishni tanishtirgan vaqtimizda deb o'tib ketdik. Turing 1950-yillari chiqargan Turing test deydigan bir narsa bor. Turing test degan. Bu test orqali agar sizning oldingizda bir odam, bir mashina ikkisi sizdan suhbatlashgan bo'lsa, agar uning oldida turgan odam savol so'rab javob berib, shu kishiga javob bergan qarshi tarafning mashina yoki odam emasligini ayira olmagan vaqtda bu mashinani biz Turing testini o'tdi deymiz. 2014-yili Rossiyaning bir programmasi bu Turing testini o'tgan. Undan keyin hozirgacha nurg'un programmalar bu testni o'tdi. Undan keyin biz AlphaGo'da yana nurg'unlagan masalalarda elektronlik o'yinlarda burun kimdan keyin qoldik? Mashinadan keyin qoldik hozir. Sun'iy aqldan keyin qoldik. Shu sababli hozirgi vaqtdagi bo'layotgan narsalar hozirgi vaqtdagi olimlarning ko'z qarashi asos jihatdan ikki. Birisi bir qism olimlar deydi, biz sun'iy aqlni hozir faqatla tushunmaymiz, uning qaysi yo'nalishga ketayotganligini bilmaymiz. Hozirgi sun'iy aql masalan boya degandek
bu nəhayət çonqurlaşıb ketdi. Çonqurlaşıb, hətta şunu yazğan adamı özümü həqiqətən sizə aniq düşündürüb verəməydigan yerə getdi. Biz faqat məsələn bəzi nəsəlni sınab görüyatımız deb düşünün. Bir tamba aldığınızda nurg'unlagan qish məsələn qish var, kirpish var. Şu tamdan siz birden urib görüyatsınız. Tamdan arqada nima borligini bilmaysiz. Biroq odamning qiziqqan bo'lganligi uchun bu tamni urib kirpishlardan bir ikkini chiqarib ko'gisi kelyapti-da, oxirida qanday narsa borligini. Biroq biz uni tushunmayapmiz. Shuning uchun ba'zi bir olimlar deydi, buni oshmagan yaxshi. Biz qattiq narsani echyapmiz, uni oshgandan keyin uning oqida biz tushunmaydigan, biz ko'rmaydigan, hatto bizga qo'rqinch keladigan qanday bizdan ilg'or bir narsa chiqarishi mumkin degan o'y bor. Yana bir qism olimlar deydi, sun'iy aql insoniyatninki o'rnini ola olmaydi. Albatta bu yerda bir narsani deb o'tish kerak. Masalan, kasbiy nuqtani betgan vaqtda ba'zi bu kasbni tushunmaydiganlar manda qo'ylaydi. Sun'iy aqlni baribir odam yozdi emasmi? Biz baribir odam yozgandan keyin biz uni aqlliq, biz uni yaxshi deya. Undan narsa qolmaydi. Uni undaq tushunishga bo'lmaydi. Yana ba'zilar qiziqib deydi, sun'iy aql degan baribir mashina biz vaqti kelsa elaqqa tokini sug'urib bo'ladi deydi. Uni to'g'ri narsa emas. Chunki hozir bu yerdagi masala bir narsaning tokini sug'urib tashlash emas va yoki uni qandaqdir o'zimizniki do'st qilib ishlatish emas. Bu yerdagi masala biz kelgusida shu narsani kontrol qila olamizmi, qila olmaymizmi? Shuning narsasi. Masalan, biz ishni boqamiz, mushukni boqamiz, o'zimizga do'st qilamiz. Biz ishdan qo'rqmasligimizning sababi uning aqli bizga yetmaydi. U bizni eshib ketolmaydi. O bizningki kontrolligimizda. Odam necha ming yillik taraqqiyotida hammadan burungi hal qilgisi kelgan masalalarningki birisi masalan ocharchilikdi. Kitobni o'qiyapsizlar. Ikkinchisi kasallik yengishdi. Uchinchisi masalan urush qilish orqali nurg'unlagan nima deymiz, resurs deymiz. Resurs deganda boyliqqa erishishdi. Hozirgi vaqtda bayqasanglar bu narsalar odamzatga qiziq emas. Biroq odamzatga mushukka o'xshash nəhayət qiziqqan narsa, həmin narsa qiziqib görgüsü keladi. Shuning uchun odamlar necha ming yilning ichida ba'zi masalalarni hal qildi, ba'zilar hozirmi bor, biroq masalan sun'iy aql bu yil cho'nqur mengidan Google'ninki 2 kishi Nobel mukofotiga erishgandek biologiyada odamlar deydi ekan, endi uni men bilmayman, bu bog'liq emasmi, necha ming yilda tadqiq qilib chiqish mumkin bo'lgan narsalarni sun'iy aql bilan shuncha qisqa vaqtda chiqadi. Mesela GPT-3'ning uygangan barliq kitoblarni internetni izlab ko'ringlar. GPT-3'ning uygangan barliq uçurni, bilimlarini bir odamga o'rgatish uchun 2600 yil vaqt ketdi dedi. Ya'ni biz yaratgan shu mashinalar hozir bizdanmi tez biz tushunmaydigan bir usulda o'rganyapti, yetilyapti, ilgarilayapti. Odamzod qaysi yo'lga ketyapti? Biz bargan sari kitap okumaydigan va yoki biz hatto burun uzun kitapni o'qiydigan odam bo'lgan. Hozir uzun kitap o'qimaydi, roman o'qimaydi hech kim. Qisqa kitapni o'qimaydi. Burun YouTube'dan 2 soatlik dars ko'rsa, hozir TikTok degan narsa bor, 2 minut videoga qiziqadi. 30 sekund. 30 sekund. Hatto dastlab 3 sekundga qarab boqib qiziqtirasiz, ko'rib bo'lmasa atlab ketasiz. Shunda bu elaqib bir tarafdan qarasangiz to'xtamay o'rganayotgan, ilgarilayotgan, yuqoriga ketayotgan mashina, uning qarshi tarafida qarasangiz mengisi chiriyotgan, elakka aktivlangan neyronlari qaytadan passiv holatga ketayotgan, datlashayotgan, vaqti o'zining qiymati va energiyasini yo'qotayotgan odamlar. Hozir biz faqatla elakka mesela bu elakka mashinalarningki aqli allburun odamga o'tib ketib bo'ldi desak bo'ladi hozir. Nurg'un naslda. Albatta bir qism texnikalik yerlarda, yuqori texnikalik yerlarda doktorlik saviyasiga yetmagan bo'lishi mumkin. Masalan, mening bilishimcha biz oldingi yili bir matematikalik masalalar qilish uchun GPT bilan nihoyat ko'p so'zlashdi. U to'g'ri bir maqol yozdi. U tarafdan GPT o'tgan yili 4.0 nashr bo'lgan vaqtida uni 3-5'te, uni tövəndi. Təxminən 10%
bir doktor o'quvchiniki matematika, qo'llanishcha matematikadagi saviyasiga yetgan dedi. Undan boshqa ba'zi sohalar bor, masalan, finansda mening hozir tadqiqotim shu tarafdan bo'lganligi uchun misol qilib o'tsam, masalan, stochastic calculus deydigan bir narsa bor. Shu sohada GPT'dan so'rasangiz asosiy jihatdan nima ekanligini bilmaydi. Chunki bu GPT finans yoki pul muomala degan soha bu kompyuter ilmiga o'xshamaydi-ku. Bu sohaning bir aloyidligi, boshqa masalan kompyuter men programmist, biz program yozimizda bir yangi narsani bayqab qolsak, shunda qo'shib ketamiz. Butun dunyo bilishgan, meningki bayqashimni deb, uning kodini hatto ochiq yozib, GitHubga chiqaramiz, blogini yozib tanishtiramiz. Biroq bu pul muomala sohasi unday emas. Bu finans sohasida birisi bir pul topadigan bir yo'lni bayqab qolsa, mana hech kim ko'rmasgan deb chiqib oladi. Biroq bu GPT'ninki o'rganish usuli ochiq bilimlidan, ochiq narsalardan uni yig'ib olib, o'rganganlik uchun ba'zi bir qism masalan hozircha odamlar yechib tashlamagan ba'zi sohalar bor, masalan, pul muomala sohasiningki bir qismi degandek. Bu shunday sohalarda GPT'ninki albatta saviyasi bir qadar tuban. Biroq hozir yanıla hozir taraqqiyot bilan taraqqiy ko'z nazar bilan qarasak, o faqat vaqt masalasi. Ya'ni shunday sohaladimi yoki ilg'or odamlarningki saviyasiga yetishmi faqat vaqt masalasi deb o'ylaymiz. Ya'ni kelgusida ya'ni mening o'yimcha, men unda passiv odam emas, biroq 2030 deb yozdim, balkim necha yillardan keyin agarda bizningki energiyasimiz, agarda bizningki shu hisoblash kuchimiz yetishib qolsa, kelgusidagi sun'iy aql, aniq aql jihatdan insonlarning oldiga o'tib ketishi tamoman mumkin. Bizning boshqa bir kamchiligimiz var, unutib qilish. Narsani unutmaydi. Evet, siz 2600 yilki dil bir odamni o'rganishiga dedingiz, u unutib qolmagan holatdagi hisoblashma o. Shunday, o to'xtamay o'rgangan vaqti uni biz unutib qolmaymiz. Masalan, bir narsani o'ylasanglar, odamlar qiziq ekan. Ba'zi vaqtda o'ylanish kerak, odam nima uchun bu tadqiq qiladi bu sun'iy aqlni? Odamning aslidagi maqsadi nima degan savol so'raganda, bir qism olimlarning o'ylashicha, odamlarning sun'iy aql tadqiq qilishi amaliyotda mayli uni e'tirof qilsin, qilmasdan, o'lmas o'zini yetildirish. Ya'ni odamlar hozir qaysi taraqqiyotga, ya'ni qanday bir yo'nalish qarab tadqiq qiladi deganda, biz sun'iy aqlni tadqiq qilyapmiz, u degan bir programma. Biz yana bir robot texnologiyasini tadqiq qilyapmiz, u degan bizning qo'limiz, putimiz, kelgusida bizning ko'zimiz bo'ladi. Biz yana neurologni tadqiq qilyapmiz, u sun'iy aql bilan bizning o'tirimizdagi nervimizni bir-biriga qo'shilgan ko'rish bo'ladi. Ya'ni o'ylang, shularni o'ylasangiz, yana az vaqtdan keyin, yana nurg'ulg'an yillardan keyin Elon Musk masalan neurologlari hozirmi bor masalan, ba'zi odamlarda yurak kesilishi odamlarga mashinalik yurak qo'ydi. O allaburun sizniki bir qism tenimizniki biologiyalik funksiyasini mashinaga topshiryapmiz. Yiroq bo'lmagan kelgusida yurolmaydiganlar yurib ketadi. Uni faqat aslidagi tandagi nervlar bilan mashinalik bir uskunani qo'shib, uni bilan chip o'rnatib, sizniki teningizning bir bo'ligi metall olib ketish mumkin. Bu fantaziya emas. Bu balkim burun fantaziya bo'lgan bo'lsa, bu amaliyot bo'lyapti hozir. Masalan, Elon Musk'niki shirkatniki Neuralink degan shirkatniki yaqinki taraqqiyotiga qaranglar, yaqinki e'lon qilgan maqolalarga qaranglar. Kelgusida balkim biz burungi vaqtlarda ko'ramaydigan, ma'lolmaydigan odamni ko'rgan vaqtimizda ishchimiz og'rigan bo'lsa, balkim kelgusida ular bizdanmi yaxshi ko'radigan, masalan, computer vision degandek sun'iy aqlniki yordami bilan hatto bizdanmi tez yuguradigan bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni shunday metall oyoqlar bilan. Hozirgi odamzodningki och ko'zligi bilan yursak, biz aldirmay mengimizni sun'iy aql bilan aylantiramiz. Tenimizni azozdan metallga aylantiramiz. Uningdagi o'lmaslik uchun balkim barliq, ya'ni superhuman, hyperhuman degan holatga kirishimiz mumkin. Cyberhuman degandek kechiringlar. Hyper deb oladi ba'zilar. Shuning uchun hozirgi olimlarning u filosofiya tarafdagi narsa uchun men ko'p so'zlamayman. Bu allburun mening tadqiq qiladigan injenerlik nimasidan ketib qoldi.
injenerlik temamdan pek ketnep ketip kaldı. Bırak kızlık boğalık için şunu koşup koyuşunu doğru gördüm. To'g'ri. Demismi, shu Jeffrey Hintondan tortib hammasi shu sohalik tadqiqotlarni ozroq kechiktirish, tormozlash kerak. Ozroq vaqt, hech bo'lmaganda yarim yil bo'lsin bundan qilish kerak deb. Ulanın tormozluğuz kelgenden ki bir sebebi ula amalba düşengisi keledi hazırkı neslin şu. Çünkü biz bazı neslinde düşenmey turib kıvatımız hazır mesela. Şu bös karakterlik bir nersi boldu deydi. Bırak o kandak bös karakterlik bir nersi bolğanda hazır özleri dep beremeydi. Şuna olan o adamlar biz bayağı degендek biz düşenmeydigan, göremeydigan, bilmeydigan nersinden korkumuz. Şuna korkuş var bizde. O korkuş mu elbette to'g'ri, ma'lum jihatdan olganda. Ba'zi ishlarni intayin ahamiyatsiz holatga kelib qo'ydi. Masalan, bir insonni o'qishi deydi. Bir odam masalan to'liq kursini tugatgan vaqt 23-24 ko'rdi, doktorlikni tugatguncha 30 yoshlarga kirib qoldi. Osh chaqqicha bordigan, osh holatgacha o'rgangan narsalarni o'tgan yil masalan ChatGPT'ning nimalarni javoblarini zangli qilatdik. Kod yozgan kodlarni oddiy narsalarni yozamaydi deb. Hozir kod yozish bir xil mana o'ltirib kod yozish, kompyuterda kod yozish ahmoqonlik vaqt isrofchiligidek bilinadigan bo'lib qoldi. Bu ma'lum jihatdan aytganda shunday narsa. Biroq men yanada qo'ygan savolimning 3-savol bor. Masalan, kelgusilik odamlarning qiymati nima degan narsa. Biz o'zimizning qiymatimizning nima ekanligi to'g'risida o'ylashimiz to'g'ri keladi. Birisi mendan burun mendaq bir savol so'radi. Azat hozir shunday qil deganni aytdi, yomon bo'lib ketibdi. Kitobning hammasini o'qib olgan ekan, burun kitob o'qimaydiganmi? Hozir savol kitobni qanday kitobga mazmuni nima deb so'rab o'qib olgan bo'lib ketibdi. Kitob o'qimasmi, kitob o'qilib eshib ketadigan bo'lib ketibdi dedi. Bundan men faqat bir jumla so'z bilan javob qaytardim. Mening javobim nima deganda, bu burun kitob o'qimaydigan odam, masalan, o'rganmaydigan odam. Hozir aldiga sun'iy aqlni qo'yib bersam, u herkes kitob to'g'riliq savol so'ramaydi. Yana bir narsani deb o'tay, masalan, hozir yangidan chiqayotgan kasblar bor, masalan, prompt engineering deydigan. Ya'ni sun'iy aqlga beradigan so'zlarni, savollarni qanday so'rash kerak, qanday so'rasa to'g'ri javob ola olaysan deydigan o'yitadigan kasb. Bu kasbda biroz ish o'rinlari bor. Masalan, bayağı doktor deb o'tganda yangi ish o'rinlari yaratildi. Masalan, bu shunday yangi ish o'rinlari yaratilib o'tdi. Biroq bu ish o'rni qachonga qadar bor bo'ladi bilmaymiz, biroq agar siz to'xtamay o'rganib tursangiz, taraqqiyotningki, texnikaningki yuqori saviyasida hammaning oxir texnikalar bilan o'zingizni qo'rallantirib tursangiz, siz har qanday vaqtda baldaqningki yuqori tarafida sakrab turadigan odam bo'lasiz. Balkim baldaqning to'van tarafi kesilib ketishi yoki tushib ketishi mumkin. Balkim siz yuqoriga chiqa olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun to'xtamay o'rganish kerak, to'xtamay izlanish kerak. Eng bo'lmaganda shunday bir mashinalarning davri yetib kelganda biz o'zimizning odam bo'lish hurmatimiz, xususiyatimiz bilan yashash uchun bo'lsa, o'zimizningki mengimizni qanday datlashtirib qo'ymaslik uchun bo'lsa, tirishishimiz kerak. Kod yozish jihatini deganda men o'zim menga cho'nqur ta'sir qildi. Men necha kun burun shu sun'iy aql bilan kod yozib, bir 2-3-4 kunda bir proyekt tugatdim. Biroq bu bir tarafdan masalan yaxshi-ku. Buni men bir oy ketdi bir narsa qilishga. Bir oy ketdi masalan. Pulini olishga bu proyekt degan ko'p narsa emas, necha ming dollar g'ana pul bo'ladi bu. Uning pulini olish uchun burun qiynalib, shunday ko'p narsa bo'ladi. O'tirsa odam izlash kerak bo'ladi masalan. Yani front-end qobiliyati yaxshi bo'lmagandan keyin. Hozir endi mana bu sun'iy aql chiqqandan keyin hamma ishni asosan men qila oladigan yerga yetibdi kodda. Bu bir yaxshi taraf. Mening demoqchi bo'lganim shu. Bugungi suhbatning maqsadi shu. Mashina bizning o'rnimizda olib ketish mumkinmi? Mumkin. Biroq har qanday vaqtda o'zingizni tashlab qo'yish hammadan aqlona bo'lmagan bir tanlash. Masalan, kelgusida kompyuter ilmi deb o'rganasiz hozir. Ushbu texnik ilmi deb o'rganasiz, fizika deb o'rganasiz. Odam o'z o'rganayotgan narsani tushunish kerak. Yalnız bir kompüter ilmiga berib, kompüter kod yozishni o'rganishingiz kerak emas.
Biroq siz shu kod yozishninki oxiridagi mohiyatini, logikasini va qandaq bir masalani hal qilish yo'lini o'rganishingiz kerak. Balkim kelgusida boshqacha bir narsa chiqishi mumkin. Boshqacha bir texnologiya chiqishi mumkin, boshqacha bir yangi uqum chiqishi mumkin. U vaqtida sizningki burun o'rgangan logikalaringiz shular esqatib qolishi mumkin. Şu zaman o'zgaryapti. Zaman o'zgaryotgan, shuna tez o'zgaryotgan zamonda bizning talab qilindigini tez o'rganish, to'xtab qolmaslik. Hammadan bo'yin bo'g'ini to'xtab qolmaslik. Masalan, o'zingizning jiningizni talashayotgan deb o'ylasangiz bo'ldi. Hech qanday qadam men o'laychi deb o'zining jinidan voz kechmaydi aldirab. Shunga o'xshash siz o'rganishni shunga o'xshash muhim deb o'ylashingiz kerak. Albatta. Ya'ni insonning japatashining ahmiyat qilmagan bir ahvol. Men inkaslarni o'qib qo'ygan chuncha. Kirgizishni vaqtimiz istaydi. Sizni ko'ralasizmi? Lekin sun'iy aql bilim jug'lanmasi va logikalik tafakkur süreci insanlarni yaqinlar besib tushadi, ammo analitik tafakkur jihat o'zidan bir zaman ehtiyojlidir. Salam. Şöyle moda bo'lgan aqlni vatandagi Uyg'urlar Uyg'urcha mukammalashtirib, har qaysi sohada Uyg'urlarga sunib bo'ldi. Bu men bir necha kun burun men bilan xabarlashgandan degan narsa bizning yurtdagi sun'iy aqlninki Uyg'urcha taraqqiyoti yurtning teshi qaraganda ilgari. Biroz yuqori saviyada turyapti. Buning sababini masalan ikki tarafdan tanishtirish bo'ldi. Birisi buningki sodada qo'llanish, ya'ni buningki kirma tarafdan. Chet elda nurg'un texnologiyani qo'llana oladigan, yoza oladigan, acha oladigan bizningki amaliyotda kasbiy xodimlarimiz bor. Qo'lidan ish keladi. Biroq sun'iy aqlni echish, yostash yoki uni taraqqiy qildirish nurg'un pul ko'ydirgan narsa. Bunga pul kerak. Chet ellik Uyg'urlarning soni oz. Uni echib chiqargandimi chet eldagi 2-4 tal Uyg'urlarga uni setib, pulini tepib, o'zini qamlab ketishi natayin. Shuning uchun biz chet elda faqat shunday ochiq uchinchi taraf shirkatlarningki az bo'lsin, ko'p bo'lsin Uyg'urchani azozini qo'shishni kutib o'tiryapmiz. Vatandagi ahvolda qanday deganda, vatanda men boshqa siyosiy bu narsani tanishtirib kelmaydi, uni o'zingizlar bilasizlar. Bizni texnik yaxshi tushunish, bizning so'zimiz hammamizni yaxshi tushunish uchun birisi yuqoridan ularni pul tarafdan, iqtisod tarafdan qo'llaydi, siyosat tarafdan qo'llaydi. Uchinchi birisi vatanda boya deb o'tgandek nihoyat cho'ng Uyg'urcha qo'llanilgan bir ishlatuvchilar to'plami bor. Shuning uchun agar vatanda shunday bir modullarni, shunday bir sun'iy aql qurollarini yasab chiqqanda ularni ma'lum bir turkum odamlarga setish orqali o'ziniki echish, ularni keyin masalan asrash xizmatlarini elib berish kerak bo'lgan iqtisodiy masalalarni hal qilishga bo'ladi. Shunga har qanday narsani masalan men hozir finans o'rganyapman, iqtisod o'rganyapman. Har qanday narsani yolg'iz uningki nimasidan emas, shu iqtisod tarafdan o'ylashimizga to'g'ri keladi. U yuqoridagi savolga bir savolga javob. Yani birisi sizin sorularınız cevaplardan birisi iRobot filmidagi saqchining hikoyasi o'xshash. Robotlar faqat berilganlarga qarab, ehtimollarga qarab qaror qildi. Inson bo'lsa bir ehtimollik bo'lsa-mu sinab boqdi. Shunga AI sun'iy aql insonning o'rnini olamaydi deb. Shunday bu hozir boya degandek ikki cho'ng o'ylanish bor, ikki cho'ng tafakkur bor, ikki cho'ng yiqim bor. Birisi deydi sun'iy aql odamlarningki o'rnini olamaydi, faqat odamlarga texnik ko'p yangiliklarni yaratib, odamlarga texnik ko'p xizmat o'rinlarini berdi deydi. Ikkinchisi sun'iy aql odamlarningki o'rnini olib ketadi, odamlar uni ehtiyot qilish kerak degandek. Bu ikki xil narsaning ikkilisini hozir biz hukm qila olmaymiz, chunki biz kelgusidan kelmaganligimiz uchun kelgusida qanday bir narsalarning bo'ladiganligini faqat o'ydirib chiqarib degandek masalan o'zimiz tafakkur qilib o'ylana olamiz, biroq nima bo'lganligini hozir biz bilmaymiz.
Biroq mayli qandaqla ahvolda bo'lmasin, o'ylangan bo'lsangiz, hammadan to'g'ri usul, hammadan to'g'ri yo'l to'xtamay izlanish, o'rganish, o'zingizni qurollandirish. Mening bir hoşuğa yerim hazır. Basın yakıl. Yani Uygurçanın yo'qolib ketish surati asıllıqda kemdi. Basın yakıl tarbiyadan ait zor ko'lamli Uygurcha narsalar. Yezikchilar chekinib qolmay video, surat narsalar ishlab chiqarilgandan keyin bayliqlar bo'lgan sir ashqidagi oshqan bayliqlarni texim yaxshi o'rganib, texim o'z-o'zini o'z-o'zidan uzoqlanib texim yani Uygurchaning o'rni texim mustahkamlangandek. Burun yo'qolib ketamiz degan endişeler batdı. Hozir o endişeler asosan. Masalan, shu Uyg'ur sistemidagi bizning hozirgi suhbatimiz, men bilmayman, bu yezilayotgan bo'lishi kerak, bir yerda saqlanayotgan bo'lishi kerak. Bu keyin agarda YouTube'ga chiqarilsa, balkim yana necha oylardan keyin OpenAI shirkati buni o'ziga oladi, o'zbekcha degan program masalalarni hal qilishga biroz yordam bo'ladi. Shunga o'xshash biz mumkin bo'lsa shu tilimizda so'zlab, mumkin bo'lsa ochiq yechiladigan supa yerlarda yezib, masalan Facebook bir ochiq yer emas, buni deb ketish kerak. Instagram degan bir ochiq supa emas. Ochiq deganda o'zingiz programmistlar yaxshi biladigan GitHub degandek va yoki degandek shunda blog quramsiz degan yerda yozsangiz yoki bo'lmasa agar ilmiy tadqiqotlaringizni balki mumkin bo'lib qolsa Uyg'urcha bir nashrni chiqarib, Uyg'urcha chiqarish mumkin bo'lsa bir ochiq bir narsalarni chiqarib, buni keyin o'ylashib ko'rsak bo'ldi. Shunda ambar qurib ochiq chiqarsak, korpuslarniki sapasi bilan korpusniki miqdori ko'paydi. Yana bir savol. Siz tilga olgan finansial pul kasb uchun ayrim yana mush uchun maxsuslashgan yoki shuni olmas kelgan sun'iy aql modelini tez suratda tizolat azriqsaga taraqqi bo'lamdi deb qaragan bu Bitcoinlar bilan kripto pullar bilan chiqarib qo'yishadigan qisqadan bir so'z kerak. Buni men bunday tushuntiray. Bu xildagi modellar bor. Biroq finans degan men bu sohaga kirmasda bilmaydim. Finans sohasi masalan men hozir ko'p vaqtda mana bu Qozog'istonniki sun'iy amradni tushirgan suratlar bor. Sun'iy amradni olgan suratlari. Shuni tonish uchun yozamiz. Geografiya sohasimi shunday bir soha ekan-ku. Geografiya sohasida shu ARC-S3 deydigan bir shirkat bor ekan. Dunyodagi barliq shunday narsalarni monopol qilib olgan. Ochiq kodlik nashr bor bir narsalar bormi? Bor, biroq anandek ishlamaydi. Ular turni o'ziga monopol qilib olgan, qurollarni o'ziga monopol qilib olgan, nurg'un patentni o'ziga olib olgan. Shuningdek narsa bor. Masalan, finansda bizning shunday ahvol bor. Finansda hammadan muhim narsa uchur. Real time yangi vaqt, o'z vaqtida kelib turgan, yangidan keladigan uchur, sonliq ma'lumot. Bu sonliq ma'lumotlar boshqa yerda, boshqa kasbda haqsiz bo'lsa, finansda haqliq. Buna ait qimmat. Masalan, Bloomberg deydigan bir shirkat bor, balki bilasizlar. Bloomberg shirkati barliq nurg'unlagan uchurlarni o'ziga to'plab olgan. Yana Reuters degandek shirkatlar va bular uchurlarni o'ziga to'plab olgan, bular sizga sotadi. Mening savodoshlarim shu nimada İstanbulda, Bursada bozor analiz bo'lib ishlaydiganlar va men ba'zida menga bir uchurlar kerak bo'lsa, sonliq ma'lumot kerak bo'lsa, ularga telefon qilmay, ular menga tekshirib, menga yo'llab berdi. Nima uchun? Chunki Bloombergning terminali bor, sonliq ma'lumotlarni olgan. Bu terminalga yezilish uchun mendan masalan oyda $3000 dan ortiq pul so'radi. Ay bo'yicha. Hatto menga biroq bir qatimda 2 yillik haqqini to'laysa dedi. Finansda shunday monopol nayt ko'p. Monopollik ishlari bor. Bir necha shirkat bor, bularning hammasi qimmat sotadi. Yana birisi u ochiq emas, uni elib sizlarga modelga qurashtirib o'g'itish uchun nurg'un pul ketadi. Shu sabab bilan biroz qiyinchilik bor finansda endi. Biroq Bloomberg degan shirkatning o'zi Bloomberg GPT deb bir narsa chiqadi. Agar finans tarafdan qiziqadiganlar bo'lsa, dal shu o'zida bor uchurlarni o'g'itib Bloomberg GPT deb chiqadi. Uni sotadi. Qo'llanish uchun. Yana bir narsa bor. Bir narsa deb unutib qoldim.
Finansda mesela bayağı dep ötdünüz kripto degan texnologiyada deb. Bir yaxshi yeri shu kriptolarni ishlashga bo'lishi mumkin. Chunki kriptoninki ko'p vaqtida masalan sonliq kuchurlari ko'p vaqtida haqsiz. Yaxshi. Rahmat. Undaqda yana bir elan debdi. Mening bir app yasash uyim bor. O'zimning sinay qilini o'rganib yasab chiqish. O'zim, ya'ni o'z o'rganmoqchi o'xshaydigan sinay qilini o'zim o'rganib yasab chiqishim yoki tayyor bozor sinay qilini. Sinay qilini API, ya'ni tayyor API ishlatish boshqalarniki. API'sini ishlatish yoki o'zim yasashimdan qaysi yaxshi deb lekin nima yasaydi? Buni mandaq tushunishga bo'ladi. Ya'ni mening tushunganimda sizdan so'rayotganingiz men o'zim yozib chiqaymi yoki hozir bor bo'lgan API ni qo'llanib chiqaymi deb. Agar siz bir kod yozuvchi odam bo'lsangiz tushunasiz, biz ko'p vaqtda kodni noldan boshlab yozib chiqmaymiz. Sun'iy aqlmi shunda. Biz ko'p vaqt qanday qo'llanamiz desa, hozir bor bo'lgan modullarni o'zgartirish yoki tangshash orqali o'zimizningki ma'lum bir xususiy maqsadimizga yetish holatiga keltiramiz. Ya'ni hozirgi modullarning ustida o'zgartirish olib boramiz yoki shu modullarni biroz yangi sonliq ma'lumotlar bilan qo'shib uyutamiz. Shu orqali nurg'un masalalarni hal qilib bo'ldi. Rahmat. To'g'ri. Boshqa likay fotolar gap qildi. Boshqa savollar bo'lmasa, endi oxirlashtirsak bo'ladimi? Qisqa tutumizda. Tekrar ko'rishmi taslishib keldi. Lekin men bunday nima qilib qo'ymay YouTube'da qilib bilim chapterlarga bo'lib qo'ymay vaqt chiqarib. Endi ko'rish, munosabatga yangilam ko'rish qilsam bo'ldi. Boshqa savollar bo'lmasa, sizga bek rahmat. Mo'laniki anglab berganinglarga men ko'p rahmat. Yana bir deydigan narsam, men bir o'rganayotgan, izlanayotgan odam. Hammamiz nuqsonsiz emas, balki ba'zi yerlarda xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Imlo xatoligi, yozish xatoligi, so'z xatoligi, sans bir xatoligi degandek. Shunday yerlar bo'lib qolsa, to'g'ri tuzitib o'qib ketsanglar, o'rganib ketsanglar, undan keyin agar shu tarafda izlanganlar bo'lsa, texnik izlanib, texnik yuqori bir baldoqqa chiqishinglarga arzu qilaman. Hammanglarga rahmat. Sizga rahmat. Hamsa oxirlashtirdik. Rahmat. Rahmat. Yana bir ko'p rahmat edi. Sizlarga rahmat. Bek yaxshi bo'ldi. Rahmat. Anglab berganligingizga ayt rahmat. Ma'qulamiz. Rahmat. Keyingi qatimliqlarda ko'rishamiz keyingi savollarda. Bo'ladi, ma'qulamiz. Rahmat.